Assalom. Kitap o'qish munberiga xush keldingiz. Hozir anglaydiganingiz Tursunay Yunusning Vatan Söygüsü nomli romani. 3. qism. Tashnalıqda o'tgan kunlar. 36. bob. Rayhon bilan ikki qizi qayg'uliq musibatda bir oyni o'tkazdi. Bu oilaning umid shomi ashu ar bilan qayta yongan. Ular amdili bir yerga jam bo'lib, visol sharbati ichib, baxtiyor kunlarga erishgan edi. Biroq rahimsiz taqdir ularning xo'shalliqlarini to'sqoqdek to'sdi etdi. Rayhon eri bilan qayta tepishgandan keyin cheksiz shodlangan edi. Xuddi taqdirning chaqchig'idek qisqagina jam bo'lishdan keyin yana ilgarigi turmushiga qaytishi uni texmo azobladi. Biroq o'lganning keyindan ketgili bo'lmaydi-da. Shu topda faqat ikki qizi uning uchun zo'r tasalli edi. U Gulmirani shuncha yaxshi ko'radi. Chunki Gulmira kichigidanla onasidan ayrilib qolg'ashqa, uningga ona mehrini berishni o'ylaydi. Gulmira Rayhonni ajoyib yaxshi ko'radi. Shundoq, nadimi mukammal, butunlay baxtli oila, xotirjam turmush bo'lsin. Oldiga qarab fikr qiladi, keyniga qarab shukr degan rost emasmi? Dunyoda uyi, eri, bolasi, ota-onasi yo'q odamlar bormi? Shularmi yashaydi-ku? Ular bir-biriga tasalli berib yurib, oxir sabr qilishdi. Bir kun kechqurun Rayhonning qizi Zulfiyaning bir ishqa ikkilangandek o'ltirganligini ko'rib, "Nima bo'lding? Biror ish bo'ldimi?" deb so'radi. "Opa, sen aytishdan xijil bo'lyapman. Nim desem bo'lar?" "Mendan xijil bo'ldigan qandaq gap u o'zi? Qani degina meni taqozo qilmay", dedi Rayhon bilishga oldirib. "Opa, sen navri ko'radigan bo'lding", dedi Zulfiya qizarib turib. Rayhon ko'zlaridan chaqnagan xushalliq nurini yo'shira olmadi-da, "Muborak bo'lsin, jinim qizim. Ona bo'lg'idaksan", deb qizini bag'riga bosdi. "Qanchaylik bo'pti, jinim?" "Bugun doktorga borgan edim, 3 oydan eshibdi. Xudo xolisa, bosh bahorda oilamizga yangi bir jon qo'shilg'idek. Tova, dunyo degan ajoyib qizim. Biri ketsa, biri to'ralgan. Shuning bilan insonning hayoti to'xtab qolmaydi ekan. Dunyoda xushallik bilan xopiliq giralishib ketgan ekan. Buni endi tushunyapman. Allohimning rahmat qizim. Qizim Almasga xat yozib atgan, u bu xushallikdan bahramon bo'lsin." "Ma'qul, darhol xat yozib bir xush qilib o'tay", dedi Zulfiya va ko'nglida "Bichorning bek farzand ko'rgisi bor edi, bilsa qancha xush bo'lib ketar, cho'qim ushqandek yetib keladi", deb o'yladi. Zulfiya yotoq uyiga kiribla Almasga xat yozishga boshladi. "Qadrlikim Almas, sizdan ayrilib Toshkentga kelguncha sizning qadringiz bek o'tildi. Uyga sog'-salomat kelib oldim. Opam Gulmira yaxshi turibdi, biroq uzoq o'tmay dadam avariyaga uchrab qazo qildi. Kunlarimiz musibatda o'tdi. Shunga sizga vaqtida xat yoza olmadim. Qaynota qaynonlarim bek esil odamlar ekan. Meni xuddi o'z qizidek ko'rib, bek e'tiborlagan edi. Sharoit yorbaygan bo'lsa, dadamning holidan ikkimiz tang xabar olgan bo'lsak, bek yaxshi bo'ladi. Biroq kelinlik burchimni ado qila olmadim. Shunga sizdan kechirim so'rayman. Ilohim, dadam saqayib ketgay. Almas, sizni bek seg'indim. Qanotim bo'lgan bo'lsa, uchib yiningizga berib, tashnalikda, intizorlikda o'tgan kunlarim hisobiga sizning illiq bag'ringizga o'zimni tashlaydim. Iloj qancha deysiz? Bugungi xatimda sizga alohida bir xush xabarni aytmoqchiman. Tepib beqinga? Yo'q, siz hargiz topolmaysiz. Yanala o'zimning aytganim durust. Xush xabar qadrlikim, siz dada bo'ladigan bo'ldingiz. Esingizdami? Biz ko'l bo'yida o'ltirganda sizning aytgan so'zingiz, mana sizning orzuyingiz reallikka aylandi.
Мен bu xabarni opamga aytib edim, opammi suyunib ketdi. Opamning dadamdan ayrilgan kunlardan keyingi xo'shal bo'lgan kuni shu bo'ldi. Agar sizmi yenimda bo'lgan bo'lsangiz, qanday xush bo'ladiganligingizni o'z ko'zim bilan ko'ratdim. Dadam yaxshi bo'lg'adak bo'lsa, pat arda qaytib keling. Biz tunchi farzandimizning dunyoga ko'z ochganligini, o'zimizning ota-ona bo'lganligimizni birlikda tabriklaylik. Qadrlikim, biz amdala hayotning birinchi qadamini bosgan edik. Biroq bizning birga bo'ladigan kunlarimiz bak oz bo'lib kelyapti. Er-xotin ayrilmay yashaydiganlarni ko'rsam, shundoq zo'qim keladi. Burun birlari dehqonga butun xotin, kadrga yerim xotin, askarga nima xotin deb ekan. Bu so'zning ma'nosi bor ekan. Apam to'y qilgan hamon dadam urushga ketib 10 yildan keyin aran ko'rishib ekan. Men dadam bilan 20 yoshda yuz ko'rishgan edim. Bu naqadar ichinishli ish. Biz undaq bo'lib qolmasmizsa, xetingizni kutib, yo'lingizga tashna bo'lib, sizni chin quchoqlab, rafiqangiz Zulfiya. Zulfiya xatni yezib bo'lib, qayt o'qib, xatni tutqunicha uxlab qoldi. Toshkent shahrining yomg'ir fasli bu yil burunla yetib kelgan chig'i 2 kun to'xtamay yomg'ir yig'ib ketdi. Zulfiya ishdan qaytib, kiyimlari cho'p suzma bo'lib uyga kirdi-da, opasiga o'zini tashlab yig'lab ketdi. Ana qizining nemishqa shuncha azobli yig'layotganligini bilolmadi. Qizi hech qachon bundoq azoblanib, qattiq yig'lab boqmagan edi. Ananing yuragi etishib ketdi. Qizim, o'zingni tutib olgin. Zodi nima ish bo'ldi? Birari bo'za qildimi? Men qarsangchi, beshimga tog'dek ish tushgan bo'lsa-mu, bir aytqina odamni yurak oldi qilmay. Deginicha uni divanga o'ltirg'izdi-da, cheki yoshlarini tuzab, yoshlarini surtib, chin quchoqladi. Zulfiya texcha kichik boladek esada yig'lamoqda edi. Opa! Opa! Jenim qizim, har qanday ish bo'lsa o'zingni tutqin, yig'lama, ishingdekini to'k. Zodi nima ish bo'ldi? Opa, qaysi tilim bilan aytay? Chegara taqilibdi. Ana quloqiga ishonmay, og'zini tutqunicha ko'zlarini chakchaytib turib qoldi. Chegara taqilibdi degan sada quloq tubida jarangladi. Agar ona o'zini tutib olmagan bo'lsa, tas qilatdi, orqasiga uchib ketgili. Qizim, nima deydigansan? Zodi nima ish bo'pti? Aniq bir degina. dedi ana tit bo'lganicha. Opa, hamma odamning eg'izida shu gap. Bir necha ay burunla 2 davlat mutaxassislarini, texnikalarni qaytirib ketibdi ekan. Amdilikda har 2 davlat konsulxon xodimlarini elib ketib, chegara taqilibdi. Berish kelish to'xtabdi. Demak, u qolgan gapni eg'izidan chiqara olmadi. Undaqda Olmaz bu yerga qaytib kela olmaydi. Sen bora olmaysan. Shundaqmi? Xudo. Ana bir haza hoshini yo'qotgandek qetib o'ltirib xiyolga botdi. Tova, qizim ikkimizning taqdiri shundaqmi o'xshab qolamdi. Menmi to'y qilib uzoq o'tmay erimdan ayrilib qolib, neni azobli kunlarni o'tkazdim. Endi qizim Zulfiyami menga o'xshash kunlarni o'tkazarmi? Mening taqdirimning shundaq bo'lib qolishiga urush sababchi edi. Endilikda bu tinchlik kunlardimi? Nima ish endi? Qizimning yoshligi mana shundaq ersiz dunyoga ko'z ochmoqchi bo'lgan bolasi o'tsiz o'tib ketarmi? Bichora qizim, men tortgan kunlarni tortmasam bo'ladi-ku. Yolg'izlik, hijronlik kunlar men bilan ketsa bo'ladi-ku. Nimishqa shundaq bo'ladi? Taqdirimi udum bo'lib qolamdi. Opam oyimning o'limi. Men to'y qilib uzoq o'tmay erimdan ayrilib, shuncha yil azob tortqinim.
Qizimni beqib cho'ng qilg'ucha tortgan jafoyim, ko'ngil azobim, hijron dardim. Ne kadar qiyin kunlar, ne kadar hicranlık yıllar. Kan yaş bilen zerdab bolgan yürek. Bu günler men bilenle kesip olmaz mıydı? Emdi nöbet kızımga geldi mi? Kızım. Yok. Yok. Reyhan var qırğınıca hoşudun ketdi. Bichara Zulfiye go'yo opasidanmi hozirla ayrilib qoladigandek shunchalik qo'rqib ketdiki, yugurgan peti jiddiy qutqizishga telefon qildi. Bir kecha jiddiy qutqizish natijasida ana tong otganda hushiga keldi. U ko'zini asta ichib, beshida o'tirgan qizini ko'rdi. Zulfiye kecha ko'z yummay chiqishga ko'zini ichishga qurbi yetmay, beshini karavotning yeniga qo'yib yotgan edi. Ananın ko'zlarida yosh agidi. Bir ana, bir bala, mana shuncha yil birga yashab keldi. To'g'ri, Zulfiye 3 yosh vaqtida shunda qattiq og'rib qizib yotganda ana uni kechasi yudib doktorxonaga kelgan. Zulfiyening qizitmasi yanmag'ashqa 3 kech kunduz ko'zini yummay uningga qaragan edi. Mana endi qizi kechich ko'z yummay chiqibdi. Ana ahir azaplı xiyallardan qutulup çıkıp kızıga təsəlli berişini oyladı. Zulfiye bir şəpini tuyup çöçüp uyğanda da közünü içip yatqan apısını görüp xoşal bulup getdi. Apa, canım apa, her nemi bolsa közüngni açdın. Meni bəkli qorqutub etdin cumu. Kızım, adamның taqati, kuch qudrati çaqlıq bolsa kerak. Nima bolganimni bilolmay qoldim. Hozir o'zimni bir obdan sezyapman. Dunyo deganda nima ishlar yuz bermaydi deysan? Bumu vaqtliq ishdir. Xudo xolsa uzoq o'tmay ishlar iziga tushib ketar. Bek ham yeb ketmayli. Ma'qul apa. Kel qizim, yenimga kel. Meni quchoqlab yotqin. Allah insonni shunda qudratlik, chidamliq yaratgan ekan. Aptapda, qaqasliqda tog'u toshlar yeriladi ekan, biroq odam chidaydi ekan. Ussizlikda gul-giyoh, üzümlük, dal-daraxt ziroatlar qurib ketadi ekan, lekin odam chidaydi ekan. Hayotli bo'lsa, hammaga bardoshlik beradi ekan. Men tilayman qizim, Xudo balangni ering bilan darqamda turib, to'rt ko'zning ichida boqqili nasib qilsin. Biz yaxshi kunlarning kelishini kutaylik. Ma'qulmi? Zulfiye beshini lang'ishtirib, ko'z yosh qilg'inicha opasining issiq bag'riga yetib, asta-asta uyquga ketdi. Biroq onaning ko'zida liqqida yosh, uyqudan asar yo'q edi. Az gün o'tmay Zulfiyening qo'rsqidagi bolasi metirladi. Zulfiye buningdan shunchalik suyunib ketdiki, xushalliqdan o'z-o'ziga pichirladi. O'g'lim yoki qizim bo'lg'in, seni yaxshi ko'raman. Chunki sen mening vujudimda to'ralding. Sen men uchun bebaho boyliq. Mana biz 9 oy 9 kun bir-birimizning tiniqidan nafas ilib birga yashaymiz. Sening yumran yuraking mening yurakim bilan tang soqidi. Har qitim qo'rsqimda xuddi bugungidek midirlasang, men sana qo'zam, dunyoga salomat ko'z ochqin, sen mening baxtim, faxrim deyman. Kutgan kunlarmi yetib keldi. Bir kuni Subhi bilan tang Zulfiye bo'shandi. O'g'il tuqqan edi. Ana ochiq to'lg'oq azobida bir kecha qiynalib chiqqan bo'lsa-mu, o'g'lini ko'rish bilanla azoblari bir yoqqa kelib, xushallik yoshlarini to'kdi. Ana shu chaqda u erining yenida bo'lib, shodlikdan tang bahramon bo'lishini orzu qildi. Biroq orzu xiyol peti qoldi. Mana shu kundan boshlab u butun mehrini o'g'liga berdi. U o'g'lini uxultib qo'yib, uningga to'ymay qarab pichirlaydi. O'g'lim, sen bizning hayotimizning boshlanishi va borligi, dadam ikkimizning chin muhabbatining javhari. Sen dadamning g'ururi, mening faxrim,
Biz dadam bilan ancha uzoqqa qolmaychan bo'lamiz. Dadang yenimda bo'lmagan shu kunlarda men sening vujudingdan zo'r tasalliga erishiman. O'maq balam, ko'z qarchug'im. Başbahar ayları Toshkent shahri shundoq chiroyli bo'lib ketdiki, yomg'irli havodan keyin butun atrof o't cho'klarining xushbo'y hidi, ko'klayotgan rang-barang gullarning puraqi bilan jannat tusiga kirdi. Mana bu shundoq kunlarda Zulfiya doktorxonadan chiqdi. Onasi Rayhon bilan hadisi Gulmira bir dasta gul ko'tarib, uni doktorxonadan akitishga keldi. Uchaylan chin quchoqlashdi. Ular ko'rinishda shuncha xo'shal, baxtiyor ko'rinsa-mu, ona bola ikkilarning yurak yarasi ko'nglini yerim qiladi. Zulfiya eriga eng muhtoj bo'lgan chaqda shu topdagi xo'shalligidan erini tang bahramon bo'lsin degan chaqda uning yanida bo'lmaganligidan yig'lag'isi keladi. Zulfiya o'g'lini baqqash bo'sh vaqti bo'lsa-la Almasga xat yozishni uzildirib qo'ymadi. O'g'lida bo'layotgan har bir o'zgarishni, qiliqlarini ola qo'ymay yozdi. U bugunmi yana shu xatini davomlashtirdi. Almas, yaxshi turib-atamsiz. Gerçi sizdan hech qanday javob xati bo'lmasa-mu, yanala uzildirmay xat yozyapman. O'g'limiz Jurat sizga shunchalik o'xshaydi-ki, uni ko'rsam sizni ko'rgandek bo'laman. U pekmi aqlliq, meni asla qaqshatmaydi, pek gap anglaydi. Ko'nglimni shunchalik oyaydi. Uni yasliga ilib barsam, boshqa bolalarning dodilarini ko'rib, shunchalik hayronlikda qarab ketdi. Uningga qarab, ko'z yoshlarimni to'xtatib ololmay qolaman. Almas, nimishqa biror parcham xat yozmaysiz? Siz bu dunyoda hayotmi? Meni, o'g'lingizni o'ylamsiz? Men pek ümidsizlanib ketyapman. O'g'limiz sizni ko'rmay cho'ng bo'larmi? Opam ikkimiz Jurat uchun borlig'imizni beg'ishlagan bo'lsaqmi, Jurat uchun yanada bir nima kam. Bilamsiz, u sizning muhabbatingiz, ota mehri. Almas, mening ko'p yig'lig'inimga aslida yoshlarim qurib ketsa bo'ladi. Biroq Alloh yana menga madad beryapti. Hayotli bo'ladiganman, sizni oxirgi tinig'imgacha saqlayman. Sizni suyib, javob xatingizni kutib. Zulfiya. Davlatimiz eng zo'r qiyinchilik va tabiiy ofatga uchragan 1963-yili Xinjiang instituti adabiyot fakultetining o'rinlashtirishida Almas bilan yana ikki o'qituvchi billa Lopnorga xizmatga tushirildi. Ularning vazifasi Lopnor dialekti va Lopnor qo'shiqining taraqqiyotini tadqiq qilish bilan billa Lopnorning jo'grafiyalik o'rni, urf-odatini egallash edi. Almas Lopnorga beribla tadqiqot xizmatiga kirishib ketdi. Xalq orasiga cho'nqur cho'kib, ko'p material to'pladi va ko'plab turmush o'rganish bilan billa bu yerdagi xalqning aql tafakkurining nihoyat cho'nqurligini, hozir javobligini, qo'shiqlarning nihoyat yenik, ravon ekanligini cho'nqur his qildi. Xizmat ishi bilan atiganda Urumchiga qaytmoqchi bo'lgan Almas kashqurun eshik oldida uzoqcha xiyol surib o'ltirdi. Osmonda oltin tovoqdek eslib turgan oy zaminga yo'riqini oymay sepib turgan. Ko'l suyi kumushdek jimirlab turgan edi. U Zulfiya bilan mushundoq oydin kechada dal musha joyda billa o'ltirgan. Zulfiya uning mo'rsiga beshini qo'yib, ikkilan ajoyib shirin xiyollarni qilishgan edi. Keyin o't otashdek yongan yuraklarni yurakka tengib, bir tan bir jon bo'lib, bir kechini hayajon bilan o'tkazgan edi. Unutilmas kunlar, unutilmas kechalar, xuddi tushdagidek grimsan ko'rinadigan, ammo yurakka cho'nqur o'rnab ketgan shodlik kechalar. O'g'lim, bilyapman, dedi opasi uning yeniga kelib o'ltirib, qo'llarini olqiniga ilib. Sen xiyol qilyapsan. Toshkent go'zalini eslayapsan. U haqiqatan pok dil, xulqi go'zal, ajoyib tepilg'usiz bir qiz edi. Biroq taqdirga tan bergan o'g'lim. Appa,
Senin közlerin bek ötkür eşken. Men şuncha bilindirmaslikka salsammu, sen yeni bilip aldın ha? Oğlum, til nurg'un ishni yoshirolgan bilan ko'z hammani shundoq ro'shan ifodalaydi. Sening yurakingdagi har bir siri, har bir tiniq menga ma'lum. Kerak yo'q. Agar u qizni rostila unutolmasang, yurakingda saqlag'in. U hayot bo'lsa-la, cho'qim kunlarning birida ko'rishsin. Jahonning ishlarimi mundaq ketavermas. Biz cho'qim tidorlashimiz. Xudodan tilasang, murodingga yetkizdi o'g'lim. Bekkash bo'lib ketdi. At yo'lga chiqsin. Baldiroq aram olg'in. Jenim apa, sen yolg'iz qolmag'in. Birga ketayli bo'lamdi. Ana o'g'lining qo'llarini silab ko'zi yosh qildi. Jenim o'g'lim, seni ko'rdim. Bir qancha ay billa bo'ldik. Men mushu yerda qalay. Men ketsam, dadang yolg'iz qoladi. Uning ruhi men bilan billa, uni tashlab ketolmayman o'g'lim. Opa, unda qilmag'in. Bu yil qishni bo'lsa-mu o'tkazib kelgin. Ma'qul deyina. Bo'ldi o'g'lim. Mendan ham qilmag'ina. O'z uyimning xo'shligi, put-qo'limning bo'shligi degandek bu yurtqa bayli ko'nib qoldim. Qiyirganda o'z yurtimdan jiroq ketmay. Sen aman bo'lsang, menmi aman esan turaman. Bekar bo'lsang, meni yo'qlab ketarsan. Ana bola ikkilan mungdishib o'ltirib, tong suzilganligini to'ymay qilishdi. Almas yo'lga chiqish oldida opisi: "Ko'z nurim, baxrim, Allah seni panohida saqlag'ay. Tilaklaring, muroding hosil bo'lg'ay. Seni aman esan saqlag'ay. Allohga omonat." deb o'g'lini chin quchoqladi. Almas onaning tiniqlarini to'ymay sumurib, uningga to'ymay qaradi. Kumush rang sochlar, cho'nqur qo'riq tushgan yuzlar, titragan lavlar, farzand ishqida yenib qizargan yosh yo'q ko'zlar uning qalb ekroniga cho'nqur o'rnab ketdi. U opisini yana bir qitim quchoqlab, orqasiga burilib mongdi-yu, taramlab to'kilayotgan yoshlarini to'xtatib ololmadi. Kim biladi, hayot deganda nima ishlar yuz bermaydi. Uning ustiga erdan ayrilgan ayol endi o'g'li ketib olsa, u cho'ldagi yolg'iz giyohdek qilib olsa, yaxshi kunning yomoni bo'lib qolsa, xiyolining davomini qilishdan qo'rqqan Almas ixtiyorsiz orqasiga qaradi. Sochlari oqargan ona chiroyiga zo'rma-zo'r kulgi yugurtib qarab turibdi. Keynida qip-qizil legandek tong quyoshi nur chashmoqda edi. 37-bob. Almas har kuni Zulfiyadan xat-xabar kutib, fakultetning xabarlash bo'limiga o'tdak etilib kiratdi-yu, umidsizlik bilan beshini silib qaytib chiqadi. Bir kuni u bir xizmatdoshining to'yida Zuhra bilan uchrashib qoldi. Zuhra uning ikki qo'lini tutib turib, xushxo'ylik bilan ahvol so'rab ketdi. "Ya Allah, Almas, sizni mi ko'rgili bo'ladi ekan, ha? Bir shaharda turibmi ko'rishalmidik? Qandaroq turyapsiz?" dedi u ko'yinish talaffuzida. "Mana oldingizda turibdiman. Yomon emas. O'zingiz-chi?" "Menmi shu yer shardagi kishilarga o'xshash. Kun sharqdan chiqadi, o'rnimdan turib ishga boraman. Kun g'arbga o'tadi, uyga qaytmanda qozon quchoqlab shu qo'rsoqning g'imi bo'ladi. Ya o'rlab osmonga chiqib ketmadim, ya cho'kib yerga kirib ketmadim," dedi u ko'zlarini o'yintib turib. "Bir obdan turibsiz, Zuhra. Hamma odam shu. Uy ichi tinchlikda?" "Ha, obdan. Biroq ortisqimi tegamdi kishi. G'oldirashla yurgan. Yo uy ishi qatmagan. Har holda bir tal o'g'limni yaxshi beqib, jonni o'g'riga bermay yashab ketyaptiman." "Ha, o'zingiz-chi, anglasam, oliy maktabda o'qituvchi bo'libsiz. Chet elda o'qiganga tushliq ish bo'pti. Sizni tabriklasam bo'lg'udak," dedi u chochlarini tuzashtirgach. Almas Zuhraga sapsilib qaradi. U issiq yeshil rangda kostyum yopka, ichiga oq ko'pni kiygan bo'lib, egiz boshliq oyoq bilan nihoyat moda ko'rinadi.
Jep qarab ketdingiz-ku, xuddi burun kömegендek. deb zil qo'ng'iroqdek jaranglab kuldi Zöhre. Ikkilan xeyli bir chaqqicha tog'dan bag'dan so'zishib o'ltirdi. Zalda sazlar chelinib, naqshlar eğitilib, ancha-muncha usullarmi o'ylanib atadi. Shu arliqda tansi boshlanib ketdi. Zöhre bir necha qo'l tansi o'ynab bo'lib, Olmosning yeniga keldi-da: "Nemishqa o'ltirsiz? Zulfiya bo'lmasa, tansig'imi tushmamsiz? Qani aqtansa, endi qo'qibmisingiz bo'lmas?" dedi chiroyini guldek echildirib. Olmosning rostnida tansi o'ynag'isi yo'q edi. Shunga Zöhre'ga o'sira yetdi. "Kechiring, bugun tansiga faqatli maylim yo'q." Olmosning ko'ngliga kelgani Zöhre'ning bir qitimmi Zulfiyani so'rab qo'ymaganligi edi. Zöhre tartib qo'yib, uning yenidagi bo'sh o'rinda o'ltirdi. Birozdan keyin to'satdilla: "Haraz, Zulfiya bilan ajrashib ketdi deb o'nglayman-ku?" dedi. "Kim shundaq deydi?" dedi Olmos hongtong bo'lganicha. "Ishqilib shundaq so'zlar bor-ku, deymisiz-mi Zulfiya Toshkentda, siz Urumchida bir uyda emas-ku?" "Bir uyda bo'lmasa nim bo'pti? Jahonning qayerda bo'lsa-mu, xotin bo'lsa bo'laverdi. Bizning texi o'g'limizmi bor?" dedi Olmos chiroyini o'zgartib. "Ranjib qoldingizmi nima?" "Nemishqa ranjimayman Zöhre? Boshqa odam shundaq deysiz-ku maylidi. Siz Zulfiyaning do'sti-ku. Bizga hesdoshlik qilishdi yo'q, yig'irimga tuz sepib yuragimni tilg'odak gap qilyapsiz." Olmosning ochiqdan cheksidan purqirab tarchiqib ketdi. Qo'l yog'liqida terlarini surtib, o'rnidan turib, adab yuzsidan: "Zöhre, men qaytay," debla eshik tarafga qarab mandi. Zöhremi uningga so'ndishib, tangla sirtqa chiqdi. Atiyaz bo'lg'ashqa sirt biroz salqin, simildab yomg'ir yog'yotdi. "Kechiring," dedi Zöhre Olmosga yiqilib kelib. "Sizning kayfiyatingizga diqqat qilmabdiman. Xohlasangiz bizning uyga boraylik. Men sizga o'xshitib, uy tomog'i etib beray." "Rahmat, keyinchi borarman." "Pat arada saboqdoshlarni yig'ib, uyga chaqiray emisa." "Xudoyim buyursa, shu chaqda ko'risharmiz. Haras," dedi Olmos menishdan to'xtab. "Sizdan so'ray deb turatdim. Xat aloq ishlari qandaroq?" "Qandaq deysiz?" dedi Zöhre andikib turib. "Zulfiyadan 2 parchali xat topshirib oldim. Shuningdan keyin jimmidi bo'lib ketdi. Mening xatlarimmi tegiyotamdi yo'q bilmadim. Bo'lmasa xat yozib uzildirmay avatyapman. Ishqilib ishlar bek ravon emas. Xat aloqa burunqidek ko'p emas." "Zulfiyadan xabar olsam bo'ladi. Bek ansirab qoldim," dedi u eg'ir tinib. Ondan: "Biz mush yerda xo'shlashaylik. Mush atrofda biriga yo'l qo'yadigan ishim bor edi," deb Zöhrening xo'sh deyishini kutmayla ketib qoldi. Zöhrening ochig'i nihoyat keldi. "Xap," deb pichirladi u. "Seni qush bolasini ko'ndirgandek o'zimga ko'ndirmaydigan bo'lsam ko'rib qo'y. Azaldan sen mening eding, keyin haq tortib oldi. Shu vaqtda mening qanchalik azoblanganligimni mangu bilmaysan. Endi murodimga yetmay bo'ldi qilmayman. Meni hargizmi bo'shchaqlama. Keynimdan suq mangdigan qilib etmasam seni. Qani, sen yomonmi, menmi?" Oradan bir oy o'tgandan keyin Zöhre maktabga Olmosni izlab bordi-da, yakshanba kuni saboqdoshlarini uyiga choyga chaqirganligini aytdi. "Cho'qim beringchimi, saboqdoshlar yig'ilmi xeyli bo'ldi," dedi Zöhre. U yillarda yemak-ichmak qis bo'lg'ashqa, o'ltirishlarga har kim oz to'la tapqinini ko'targach boradi. Olmosmi 2 botol qizil haroq, ozroq pishirilgan go'sht elib bordi. Zöhre uning oldiga xush chiroy chiqib: "Xush kelibsiz saboqdoshim, qani uyga marhamat," deb qizg'in kutib oldi. Olmos uyda liqqida o'ltirgan saboqdoshlarini ko'rib, intayin xushal bo'lib ketdi. Do'stlari bilan quchoqlashib, qizlari bilan qo'l elishib ko'rishdi. Saboqdoshlar uni to'rga chiqarib o'ltirg'izib qo'ydi. Olmos oq tushunchidan kaltiyan konvoy ko'nglik
oq burulka kiyib, xuddi ekinzorning xo'jayinidek parqirab ketgan edi. "Qandaqroq adash?" dedi bir savaqdishi eg'iz ichib. "O'tganda Toshkentdan kelganingda Zulfiyani billa akilib, bizni bakmi xush qilgan eding. Sizlarga bakmi havas qilgan edik. Shuningdan keyin ko'rishalmadik. Zulfiya tinchlikdu, xat xabar bordi." Almasning hechran dardida puchilangan, Zulfiyaga talpingan, o'g'lini ko'rolmay zedi bo'lgan qalbidagi azobi biroqla teshig'i tepdi. "Hamma bo'lg'uliq menga bo'ldi, og'inlar", dedi u g'amkin bir tarzda. "Zulfiya ikkimiz sizlarni ko'rib bak xush bo'lgan edik. Ikkimiz yurtga borgandan keyin opam yaxshi bo'lib qoldi. Uydagilar bilan kunlarimizni xo'shal-xo'ram o'tkazdik. Ammo biz mangdigan kuni dadam mengsiga qon tushib yiqildi. Zulfiyaning vaqti to'shqashqa meni qoldirib o'z yolg'iz yo'lga chiqdi. Uzoq o'tmayla dadam tugab ketdi. Men dadamning oxiratdagi ishlarini tugatib, Toshkentga qaytish uchun Urumchiga kelsam, ikki davlat orasidagi berish kelish to'xtabdi. Oxiri bo'lmay bu yerda xizmatga tushdim. Mana hozirgacha o'g'limning chiroyini ko'rganim yo'q. Uzoq bo'ldi, ulardan xat xabar yo'q. Men nihoyat ko'p xat yozdim, biroq javob xat kelmadi. Bilmadim, u xatlar dengizga tushgan toshdek yo'qolib ketdi. Og'illar, rostini aytsam, holim xarob. Bugun sizlar bilan holming bo'lib kelay deb kelishim. Mendan boshqa insonning beshiga mundaq kunlar kelmagay, ilohim, dedi Almas hozirla yig'ilib yetadigandek qilib. Savoqdoshlarim untinsiz o'ltirishib ketishdi. Oxir biraylan oradagi jimjitlikni buzdi. "Gaplaring haqiqat, do'stim. Mehribonlaringdan o'lib ayrilsang, al-hukmillallah. Biroq tirik ayrilish bek azob bo'ladi. Ammo hayotli bo'lsang, ular bilan kunlarning birida ko'rishsan. Biroq xat aloqa ishi yaxshi-ku. Bizning idorada bir ayol doim akasi bilan xat aloqa qilishib turibdi-ku. Bu hamma odamning xati kelsa, Almasning xatli kelmagidan emisi? Voy rost, mana Zuhra savoqdishimiz pochtaxonada ishlaydigan tursa, u surishtirib bersin. Qani savoqdoshlar, bugun rosa chilashqodak ichishib, ko'ngillik mungdishib, ish qarnimizni to'kishaylik. Zuhra, tomoq pishdimi? Qo'rsaqlar ko'rkirab ketdi. "Ha, mana", deb Zuhra ikkiliganda pulu, birliganda go'sh, xamsaylarni orqa-orqadan elib chiqdi-da, "Qani amsa tortinmay elinglar", dedi. Almas heli bulungan so'zlardan o'ylanib qoldi. Qiziq ish. Xalqning urug' tuqqanlaridan xat kelib tursa, bu yerda bir o'yin bormi nima? Agar shundaq o'yin bor deyilsa, o'yinni kim o'ynar? Rostini birovlar qaslab qo'yvatamdigandu. Shundaq qilg'ichi nima maqsadga yetmoqchi? Mushundaq bo'laversa, Zulfiya ikkimizning oramizga so'g'uqchilik tushib, yiroqlashib ketarmizmi? Zulfiya boshqa birini tepib olarmi? Agar shundaq bo'lsa, men nima bo'lib ketarman? Yo'q, Zulfiya hargiz undaq qilmaydi. U vafosizlardan emas. Tangrim bu kunlardan saqlag'ay, ilohim. Almas, xiyol daryosiga g'arq bo'lib ketding-ku, dedi oradan biraylan uning jimib ketganini ko'rib. "Qani, tomoq kelayli." Tomoq haqiqatan o'xshagan edi. Bundaq qiyinchilik yillarda bundaq esil tomoqlarga dohil bo'lishmi oson ish emas edi. Tomoqdan keyin romka so'qishtirish boshlanib ketdi. "Do'stligimiz uchun, pat-pat yig'ilib turishimiz uchun, Almas bilan Zulfiyaning pat orada didorlashishi uchun, Zuhraga rahmat aytish uchun", yana qandoqdir uchunlarni aytib, birdamdala necha botulka bekor bo'ldi. Haroq botulkada jim turgan bilan qo'rsaqda jim turmaydi ekan. Birdamdala ular chaqchaqqa tushdi. Alatog'i naqsh tovlashdi.
Andın tapını qızıp, üy mutar bilinməsdən birdəm usul oynab, birdəm tansıq düşüşdü. Ularning xoşallıqı, kayfiyatı kök көтөрілген edi. Biraylan sordu. Zühre, dutta butta badu? Bu artistin öyi boğandı ekin. Bulmamdı ekin, tazı peyiz dutlar var. Dep Zühre, naydı çıraylık naqşlangan dutlarını götürüp çıktı. Bularning arsida dutlarni ravrus chelib naqshi aytadigan xushxuy bir savaqdishi bar edi. U dutlarni sazlab, bulbuldek sayırtıvetide naqshini başladı. Egiz tağ başida çıraq köyədu, çıraq emas yarning o'ti yurak köyədu. Egiz taqqa chiqmang yayrim, ko'rishdi deydi, tal chiviqni agmang yayrim, suyishdi deydi. Egiz taqqa chiqqan bilan ko'rishalamdi, tal chiviqni akkan bilan suyishalamdi. Qini, qo'lingga dard bermisin. Yana bir ne? Deb tovlashdi savaqdoshlar. U yana naqsh başladı. Çoğ yo'ldan o'tib ketdi, mashinasini to'xtatmay, umrim shundoq o'tarmi, seni hech kimga o'xshatmay. Almas oldida turgan botilkani ko'tiribla, xuddi suv ichgandek 100 gramdan ko'p haraqni bir tiniqda ichib etib, derisidan sirtqa etib etdi. Botilkaning sungan ovozi kechida aks sado yangratdi. U birdilla qattiq yig'lab ketdi. Orqadan to'sishlarga qaramasdan sirtqa qarab mangdi. Bulduqlab qaynavatgan suvga bir cho'mish so'g'uq suv quyilgandek, so'rinning kayfiyati birdilla ushdi. Mehmonlarmi bir-birlab tarqashdi. Zühre mehmonlarni ustib etib, uylarni yig'ishtirib etib, axlat to'kili chiqib, bir tüp qar yog'ochning tubida birining o'ltirganini ko'rdi-da, ittik berib qaradi. Almas qar yog'ochga yo'linib o'ltiratdi. Xeyli eg'irmas bo'lib qolgan edi. Zühre uni yo'lab uyiga kirdi. Bugun u yolg'iz, eri bir necha oylik xizmatga ketgan, o'g'lini opasining uyiga olib qo'ygan edi. Mundaqcha aytganda, bugun dal necha vaqtdan buyanqi orzusini amalga oshirishning payti edi. Әтісі таң сәрді ойғанған Almas Zühre'nin uyg'onishini kutmayla uydan g'ippida chiqib ketdi. U bir turib bu ishga pushayman qilsa, bir turib xatolik o'tkazmaydigan odam yo'q deb o'ziga tasalli berdi. Biroq bu ishning qandoq oqibatlarni keltiradiganligini asla o'ylamadi. Yoz oylari shuncha tez o'tib, dal daraxtlarning yo'parmoqlari to'kilishga, havo sovishga boshladi. Bir kuni Almas ishxonasida ishlab o'ltiratdi. To'satdan Zühre kirib keldi. U yana shundoq chiroyli kiyingan, texmo jazbidor ko'rinatdi. U siliq sipoyilik bilan o'rindiqqa kelib o'ltirdi-da, "Tinchlikmi?" deb so'radi. "Tinchlik, ishlab ketyapman. O'zingiz-chi?" "Men bu yaxshi, xeyli bo'ldi ko'rishmadik. Sizni qandoq turdi ekan deb kelishim." Rahmat, aldirashchilikda sizni yo'qlab bora olmadim. Shundaqtu deb o'yladim, shunga sizni o'zimiz deb keldim. Sizga bir xabar aytman texi. Nima xabar? Zulfiyadan biror xabar olgan o'xshamamsiz, dedi Almas hayajonlanib. Zühre'ning chiroyi bir tatirib, bir qizirib asliga keldi. Zühre, nima xabar? Tez ayting-a, dedi u sal jiddiylashib. Nima bo'ladi? Erim bilan ajrashib ketdim. Nima deb? Sizni deb. Meni deb? Almas hayron bo'lib turib qoldi. Zühre o'z irodasi bo'yicha muhabbat ustidan g'olib kelmoqchi edi. Bilməski salmang Almas. Yürəkimdə siz və sizin muhabbetinizdən başqa narsa yo'q. Sizni burunla söyətdim. Sizga kuygan o't zodila paslab qolgani yo'q. Biz yosh, go'dak emas, Zühre. Nima uchun bir obdan uyingizni buzsiz? Balangizni yetim qilasiz. Tova, siz bu ishimdan xushal bo'lmoqchi yo'q-deki.
Немишқа қошал болғадекмен, Зөһрә? Менің сәбәбімден бұзылған аилә, yetim болған пәрсәнт үшін қош болышым керекmi? Бал yetim болмайды. İkimiz білі бақымыз. Менің хотыным, пәрзентім бар. Бұны siz mi bilisiz ғой? Çegrata qaldı. O tərəfdən ümidinizni üzün. Mening sizga yormaqdek nərim бар. Onun üstüge boyumda qapdı. Nima deysiz? Almasning tili birgala tutildi. Heliqi kundagi saboqdoshlar o'ltirishi bo'lib, bir oydan keyin Zöhraning eri qaytib kelgan edi. Dal shu kuni Zöhra mijozi yo'q, og'rib yetib qolgan edi. Eri kelibla uni doktorxonaga ilib bordi. Doktor Zöhrani tekshirib ko'rib, "Muborak bo'lsin, ayolingiz ig'ir oyoq bo'pti", dedi. Eri chandurmasdan doktorga rahmat aytib, Zöhrani uyga yondirib keldi-da, tamakini arq-arqadan ulab chekib, g'achchida o'rnidan turib, sirtqa chiqib ketdi. Kashqurun u sal-pal qizivilib uyga kirdi-da, "Zöhra, men o'zimni tutib olish qaroriga keldim. Nima ish ekanligini bilgimmi, so'rig'immi yo'q. Her ikimizning ko'nglini og'ritmay dedim. Uning ustiga bundaq ishlarni haqqi aytib, sha'nimizga dog' tushirgim yo'q. Siz mening hech bo'lmaganda o'g'limizning yuzini qilmabsiz. Endi sotning ajrashtirish xatini kuting. O'g'limni atili onamning qishiga avat etaman", deb eshikni zarb bilan yepib chiqib ketgan edi. Zöhraning bu gaplarni olmasqa degisi kelmadi. "Agar bu ishda salbiy xastalik qilsak", dedi Zöhra azobliq bir tusda. "Obro'yimizga, xizmatimizga ta'sir yetadi. Yepiq qozon yepiq petib qolsin. Bizga boshqa yo'l yo'q. Men sizni deb bu ishni qildim. Agar siz menga ish og'ritmasangiz, mening uvolimga qolasiz. Urug' tuqqan xizmatdoshlarim, do'stlarim oldida yuzim to'kiladi. Agar zodli korim yo'q desangiz, men bugunda zahar ichib o'lishga roziman", deginicha boqildab yig'lab ketdi. "Zöhra, sizga bakma hesdashlik qilg'im bor, biroq mening xotinim, bolam bor turuqliq, yana qandoq to'y qila olayman? Buni o'ylab baqdingizmi?" dedi Olmos xijillik tortib. Zöhra beshini ko'tarib Olmosga qaradi. Uning deganlari g'o'ras, biroq uning xotini bilan bolasi qiyni. To'g'ri, Zulfiya chegara sirtida. U xolig'ini kirolmaydi. Uning ustiga bu ishlar qachon bir taraf bo'ladi? Ongacha bu qiyin o'tkaldan ustunlik bilan o'tib bilish kerak-da. "Bizga boshqa yo'l yo'q", dedi Zöhra qat'iy qilib. "Men yuragimdagi cho'qdek muhabbatim illiq oila bilan sizning qalb yoringizga malham bo'la olayman. Siz baribir muhabbatga, mehribonlikqa muhtoj. Mana men oldingizda turibdiman." Zöhra ig'ir sukutda o'ltirgan Olmosga qaradi. Olmos endi bu ishni astoydillik bilan o'ylanishga boshladi. To'g'ri, u degan er kishi bundaq ishga duchor bo'lganda o'g'il bolachilik qilishi, mas'uliyatni ustiga olishi kerak. Bo'lmasa Zöhraning turmushi, obro'yi, jamiyatga inovati baraqli to'kiladi. Uning uvolig'i qilishi turg'anli gap. Oxiri u kallasida ig'ir kurashlarni qilib, gunohni bakrak o'ziga qo'ydi-da, Zöhrani xijillikdan qutuldirib qilish niyatiga keldi. 2 oydan keyin ikkilan bir qancha do'stini chaqirib, oddiyla to'y qilib oldi. Olmosning yotiqini uy qilib tutib o'ltirishdi. Ular oshtamoqni koridorda etib, tarixni bir ig'iz uyda yashagan bo'lsa-mu, Zöhra bu turmushdan intayin xushal edi. 38-bob. Zulfiya xeyli burunla o'ringa kirib yotgan bo'lsa-mu, yerim kechagacha uxlay olmadi. Tong saharda ko'zi uyquga ketdi-da, ajoyib bir tush ko'rdi. Tushida motorli qiyiq bilan dengizda uzib yurarmish. Xoshalliqidan naqshi yetarmish, qaqoqlab gülərmish. O shundoq shodlik ichida uzib ketayotganda Olmos qirg'oqda uningga qo'l pulinglatib turarmish. Olmosni ko'rib xoshalliqidan "Olmos, tez keling" deb varqirg'inicha qirg'oqqa qarab tezlik bilan ketayotganda tuyuqsiz yenidila
yana bir motorli qiyiq paydo bo'lib, uningda Zuhra o'ziga qarab qopig'ini turgunicha qo'g'lab kelib orom bermaymish. Bir vaqtda qiyiqmi, Zuhra ko'rinmaymish. Zulfiya amdala qirg'oqqa yetay deb qolganda, Zuhra qiyiqni shundoq tez haydab kelib, Zulfiyaning qiyiqini so'qib, ikki parcha qilib etibdimish. Zulfiya suvga cho'kib ketayotgandekmish. "Qutuldiringlar!" deb varqiragan Zulfiya chip-chip terlab uyg'onib ketdi. U o'zining tush ko'rganligini bilib, ig'ir tortdi. U o'ylanib qoldi. Nima bo'lib Zuhrani tushib qoladi? Ya uni o'ylamasa? Olmaz-chu. Uning uchun bu tush bir tepishmoq bo'ldi. U bir necha kungacha bu tushni xiyoldan neri qila olmay qiynaldi. Bir vahima uni ich-ichidan iskanchiga oldi. Zulfiya yana Almasga üzüldürmey xat yezishni davomlashtirdi. Qadrlikim Almas, siz bu dunyoda bormi? Agar bo'lsangiz, nima uchun shuncha ko'p xatlarimga javob xat yozmaysiz? Mening puchulangan qalbimga, g'amkin turmushimga malham bo'lg'adek xat yozsangiz, qancha xush bo'lib ketatdim. Mana, jur'atmi sizni ko'rmay cho'ng bo'layotdi. Men sizni kutyapman. Kutgandimmi intizorlik, sabrchanlik bilan kutyapman. Bu faqat kutishli emas, balki oltinga bergisiz yoshliqim, eng go'zal chog'larim, muhabbatga to'lgan, muhabbatga tashna hayotim oqqan suvdek o'tib ketyapti. Bilamsiz, yoshlik naqadar go'zal, naqadar jo'shqin, quyoshdek nuroniy chog'lar emasmi? Kutyapman. Bu kutish orasiga qalb sirlarim, hissiyotlarim, ko'z yoshlarim singib ketyapti. Men borliqimni, pokliqimni sizga atab, sizni taqqa-sog'liq bilan kutyapman. Men ishinaman, kutganlarim hargiz bekorga ketmaydi. Hamon bir kuni sizni topaman. Yig'lab turib, bag'ringizga o'zimni otaman. Etikingizga bosh qo'yaman. Biroq yana qanchalik kutarman ha? Sochlarim kumushdek oqarib, yuzlarimni yo'l-yo'l qo'ruq bosganda ko'risharmizmi? Sizni ashu yoshlikdek go'zal bahor faslida ko'rarmanmi? Yoki tavlangan muhabbat kabi, o'tdek qizigan lavlar kabi yozda ko'rarmanmi? Yoki butun atrofga seriq yo'pirmoqlar payonda solgan sehiy kuzda ko'rarmanmi? Sizni shunchalik seg'indimki, shu topda men bir qalandar oshiq, dardman bechora. Hayotning bu qismatlari nemishqa mening beshimga keldi? Hijronlik yillar nemishqa mening peshonamga putildi? Men bularga javob tepishga ojizman. Bilamsiz qadrlikim, siz mening baxt yulduzim edingiz. Muhabbatlik yuragimning bir parchasi edingiz. Men sizdan ayrilgandan beri ana shu yuragimning bir parchasi yo'q, betap yurayman. Sizdanmi bek ansirayapman. Agar sog'siz bo'lib qolsangiz, yaningizda bo'lishim, sizni kutishim kerak edi-ku. Qandoqli bo'lsin, xat xabar bering. Hatto eng yomon xabar bo'lsa-mu, men jur'at qilib anglashni xohlayman. Qadrlikim, tog'im suzilib qopdi. Endi buningdan ortiq yezishga qurbim yetmaydi. Mana, yoshlarim targ'imlab iqiyotdi. Xatlarim ustiga yomg'irdak tushyapti. Iqiyotdi. Xayr, ko'rishgacha omon bo'ling. Vafodor rafiqingiz Zulfiya. Zulfiya bugun dam olgan bo'lg'achqa tamoqqa boldirli tayyorlik qildi. Texi tush bo'lmasdanla Abzarayxon uyiga nihoyat ruhsiz qaytib keldi. U aldirab opsining oldiga berib, uni yo'lab tegidek uyga akirdi-da, divanga o'ltirg'izdi. Bir piyola choy bergandan keyin, "Opa, nim bo'lding? Og'rib qoldingmi?" deb so'radi. Opsi bir haza xiyolga petib o'ltirib qoldi. U yig'lab etishdan aromla o'zini tutib elib, "Qizim, og'rib qolsam-ku, to'g'risi bor edi. Biroq o'ylamag'anli bir ish bo'lib qoldi. Bugun rahbarlik meni chaqirib, ishdan to'xtang dedi.
dedi Reyhan yaşlarını sürtüp durup. Nemiş qəmdi? Bilmedim. Bunun sebebini etmedi. Fakat eyiğe 50 rubli berdiğaligini etdi. Abba, nima gam qilasiz? Cüretni uyda baqayli. Mening maaşım bilan ötüp turarmiz. Uyimiz, kiyim-kechigimiz bor-ku. 50 rubliga nurg'un yemeklik keladi. Shundaq emasmi? Boshqa kelsa botir debdikan qizim. Nima ilojimiz bor? Burunqi maaşimning yerimi degini. Bo'lmasa, qo'rodagi to'nurga kunda 2 tonur non yiqib satay. Umu azroq foyda qilar. Yo'q, appa. Sen hozir yosh emas, endi undaq ig'ir ish qilsang bo'lmaydi. Biz och yalang'och qolmagandan keyin nimaga aldiraymiz? Sen doim aytgandek, daraxtning uchidan yo'l chiqib qolsa ajab emas. Qani, muvofiqroq biror ish aqlimga kelib qolar. Rost deysan, qizim. Can bo'lsa jahon, osh bo'lsa qozon debdikan ko'nilar. Kim osh qoladi deysan? Tinchlik, xotirjamlik hammadan a'lo. Yanada sen aqlliqchimi? dedi Zulfiyaga qarab kulimsirab. Kim meni sening qizing bo'lsin debdi, appa. Men seni aynan do'riy olmasammi? Biroq seningdagi ajoyib bir sehriy kuch meni yashnitadi. Sen degan ajoyib qobiliyatli, jasur ayolchimi? Seningdan faxrlanaman, appa. Öz vaqtida zavutmu sen bilan faxrlangan, sen bilan yuz topgan. Baribir oxir keladigan joyimiz mush uyg'u. Bo'pti. Seningmi obdan aram oladigan vaqting bo'lib qolgan edi. Ana bola ikkilan taqdan baqdan so'zlashib, o'z ko'nglini o'zlari xo'sh etishdi. Ana shu chaqda Zulfiya kech ko'rgan tushini opasiga aytib berdi. Reyhan qizining saharda ko'rgan tushini anglab, qo'shimlari sal turildi, lavlari yemirildi. Uning bilan qandaqroq o'tatding? Mahmud qarikamning uyiga keladigan heliqi oq yuzlik, qo'ng'irchash, egiz bo'y do'sting shumi? Esingda bor ekan, appa. O'sha qiz shu. Xeyli obdan o'tatdiq. Yomon tush ko'ribsan, qizim, dedi Reyhan. U balkim sana do'st emasdi. Bu tush yaxshilikdan bishorat emas, biroq ko'p o'ylab ketmagin. Tush degan baribir tush, u reallik emas. Onun ustiga u sening yeningda bo'lmagandan keyin sana ziyonkashlik qila olmas. Dedi-yu, ichida balki olmasni qo'lga keltirish uchun harakat qilib kerak deb o'ylab qoldi. Bir haftadan keyin Zulfiya uyga qo'shal yugurib kirdi. Opa, Moskvadagi yetakchi o'qituvchim telefon qildi. Uning deyishicha, Moskvaga atirgul, qizilgul avatsak, foydasi ko'p bo'larmish. Men bir qarorga kelsam, u menga Moskvadan xaridor tepib berdigan bo'ldi. Yaxshi gapkan-ku bu, biroq bozordan setilib avatsak, hech qancha foydasi chiqmaydi-da. Deganlaring to'g'ri, appa. Ras bir ish xiyolimga keldi. Bizning qo'rodimi bekor yer bor-ku, uning ustiga kun bek obdan tushidi. Qo'roga parti qilsa qandaq? Hay qiz, yanada sen aqlliqchimi? Shunda qilayli. Toshkent degan bir jannat-ku. Bu yerdagi gullar Moskvada bozor topadi. Undaq bo'lsa, ishni qachon boshlaymiz? Avval parnik yasash ustasi topay. Bu yil kuzda tashtaklarga gul terib, sal cho'ng bo'lganda ko'chatini sassaqmi bo'ladi. Obdan bo'ldi, qizim. Xudoyim buyursa, ikki qo'limizga tayinib, guldak yashaymiz. Shunday qilib, ular parnik yasab, gulchilik kasbini yo'lga selib oldi. Zulfiya gulni udul aeroplandan Moskvaga avatib turdi. Jabaq tushliq foydasi ko'p bo'ldi. U bir tarafdan o'zining xizmatini ishlab, bir tarafdan gulchilik qilib, ko'nglari shunday oldirashchilik va herib charchashda o'tsimi, eriga xat yozishni o'sib qo'ymadi. Qadrlikim olmas, sizni bak siyxindim, bak ko'rgim keldi. Sizga bir xabarni aytay. Bugun o'g'limiz Jur'at maktabga o'qishga kirdi. U maktabga kirganidan bakmi xushal edi. Biroq maktabdan qaytqucha boshqa bolalarning ota-onasi bilan birga qaytganligini ko'rib, ko'ngli yerim bo'lgan chig'i birdilla uni ichiga tushib ketdi. Men uning "Dadam qani?" deb so'rashidan qo'rqaman. Biroq baribir so'rmay qolmaydi.
siz zodi qayerda? O'g'lingizni meni ko'rgingiz yo'qmi? Jur'at uchun bo'lsin xat yezing. Sizni seg'inib, rafiqangiz Zulfiya. Qadrlikim Almas, oylar, yillar bir-birini qo'qlab o'tyapti. Agar men dengizdan yangi chog'liq narsa izdegan bo'lsam-mu, topatdim. Biroq aziz vatanimizdan sizni topolmayapman. Jur'atning bo'yi shundoq tez o'sib ketdiki, bilsam sizdan egiz bo'lib ketdi. Bu yil o'rta maktabga chiqadi. U baribir men qo'rqqan, deyishga amalsiz qolgan savolni so'radi. Uningga dadam sirtda ishlaydi desam, "Ajiba, mening dadam bars kelmaydigan xizmatga ketganmi?" deb og'zimni tuvoqlab qo'ydi. U sizning mavjudligingizdan gumon qilib edi, suratingizni ko'rsatsam, tasi diqqat bilan qarab, "Men o'xshaydi ekanman" dedi. Opam ikkimiz uningga barliq mehrimizni bergan bo'lsak-mu, ota mehrini berolmadik. Otaning ulug' ekanligini, otaning uyning to'riki, farzandlarning yo'lanchigi ekanligini bildirolmayapmiz. Uning ko'nglida nurg'un savollar bo'lsa-mu, men ayab tilining uchiga kelib qolgan so'zni yutib etdi-da, peshni selib men bilan qo'shilib chiqib ketdi. Almas, helimi o'g'limiz Jur'at bo'lib qopti ekan. Bo'lmasa, siz yenimda bo'lmagan bu kunlarni qandoqmi o'tkazar bo'lg'aydim. Men sizni so'yiman, sizni kutaman, sizni oxir topmay qo'ymayman. Xayr xo'sh amrig'im, salomat bo'ling. Sizni chin quchoqlab so'yib, rafiqangiz Zulfiya. Oylar, yillar orqa-orqadan iz qo'g'lab o'taverdi. Hayotliq bir kunmi to'xtab qolgani yo'q. Hamma odam taraf-tarafga chopgandek, Rayhonmu kun bo'yi parnikda midirlab yurdi. Qo'llarga tikanlar sanjilgan, jirab ketgan bo'lsa-mu, unchalik ishlarning kari chaqliq deb o'ylaydi. Uning dardi boshqa, o'ylaydigani ko'p. U oldi bilan ilgari behuda o'tib ketgan umriga ichi og'riydi. O'zi ko'ygan, suyib tekkan eri bilan aram tepishganda xo'shalliq kunlarining uzoqqa bormay, erining o'limi bilan tushdagli g'oyib bo'lganligini o'ylasa, ich-ichidan o'rtanadi. Amdilikda bo'lsa, qizining taqdiriningmi o'zinikidek bo'lib kelishidan ansiraydi. Nima uchun onaning kulfatlik taqdiri qizining hayot musofasida qayta takrorlanadi? İnsanlardaki har xil kasallar ota-onalardan irsiyat qoladi ekan, biroq taqdirmi irsiyat qolamdi? Bu ishlarni o'ylagan sari uning yuragi ziyda bo'ldi. Har qitim Jur'atga qaraganida yanada tatisi bo'lgan bo'lsa, qandoq yaxshi bo'ladi-ya deb o'ylaganida yuragi tuz sepgandek itishib ketdi. U qizi yo'q chog'larda yolg'iz o'ltirib, toza yig'lab dardini chiqarib oladi. Biroq ular bor chog'da qiziga, navrasiga xo'shallik beg'ishlayman deb poypetak bo'ladi. Qizining behuda o'tib ketayotgan umriga echinsimi, yana uningga tasalli aytadi. Darvaqa, bu onaning dili, qalbi shunchalik pok. Ko'ngli zimistondek muslab tursimi, chiroyini bahordek illiq tutishga tirishadi. U bugunmi parnikda ishlagash, ko'ni qomani so'rib, ko'ni xiyollarni qilib, birdam o'ltirib, rasa yig'ladi. Oh, Tangrim, uning yeshini kim surtdi? Kim tasalli berdi? U o'zini tutib elib, ko'z yoshlarini yog'liqining uchida ertdi-da, parnikdan chiqib, qo'llarini yudi. Qizining keladigan vaqti bo'lib qolgan edi. 39-bob. Almas Zuhra bilan to'y qilgandan keyin nihoyatda eg'ir besiq bo'lib ketdi. Chunki majburiyat yuzidan qilgan bu to'y uni gangirtib qo'ygan edi. Ular arada bo'lingan satchilikning isbusini chiqarmay to'y qilib olgan bo'lsa-mu, Almas Zulfiyani bir kunmi esidan chiqarmadi. Uningdan javob xati kelmagancha shuncha titildaydigan bo'ldi. U ba'zida go'yo Zulfiya uni uyda kutib turgandek shundoq taqazzoliq bilan uyga boradi-yu, biroq oldiga chiqadigani, yaqinliq kulimsirab kutib oladigani yanala Zuhra bo'ladi.
Zühre ali mektepte okumagan bolsumu, turmuşda edetliq, uy tutuşqı mahiri, tamaq etişki usta, özüge gep keltirmeydigan, Almasını kütüşke her qaçan tayyar turadigan ayol edi. Almas tushda kashda uyga kelguncha oppoq dasturxon selib, tamoqni etib tayyor qilatdi. U davrlar ancha boyashat bo'lmasimu, yo'qni bor qilib, qilcha boysimaydi. Shunda qilib, Almasmi bu turmushqa asta ko'ngili turdi. U bir kuni bozordan 3 metr chitraq setib olib, uyga kirdi-da: "Zuhra, bozorda mushraqni ayollar talishib elib etib ekan, men sizga alg'ash keldim." deb Zuhraga berdi. "Voy, dek chiroyli raxt ekan. Ko'ngli kiysan bo'lg'adek." deb Zuhra raxtni ustiga ortib biqib xo'sh bo'lib ketdi. Bir necha kun o'tgandan keyin Almas gullik chitni Zuhraning uchisida ko'rdi. "Qarang-a, o'zim tikkan ko'nglikim yarashibdimi?" dedi Zuhra erkilab turib. "Bek yarashibdi. Bir chiroyli odam ikki chiroyli bo'lib ketibsiz", dedi Almas. Zuhra yasnishqa amroq kiyim kechakka e'tibor berdigan bo'lg'achqa chechini har xil fasonda yastatdi. U: "Qarang, chechim yarashibdimi?" deb so'rasa, Almas: "Bek chiroyli bo'pti", deydi. Shu vajidanmi Zuhra o'zini cheksiz baxtli his qiladi. Almas doim bir xil eg'ir besiq, silq sipoy yuratdi. Aldirab biror ishqa chechilmaydi. Gohi Zuhra uningdan "Kashimi kulib turadigan erim" deb mamnun bo'lganicha kulib ketadi. Mana ularning o'g'li Umidmi cho'ng bo'lib qoldi. Oylar, yillar o'tgan siri Zuhra Almasga bakrak diqqat qiladigan bo'lib qoldi. Gohida Almasning muңlanib o'ltirishi, gap so'rsa g'amliqib kelishlariga satsilib qaragan siri erining yurak qaytidagi dardini ko'rgandek bo'ladi. Bir kuni ular birga bozorga chiqqan edi. Tuyuqsiz Almas kishilar to'piga bo'yindab qarab turib qoldi. Zuhra qarab edi, qaramoqqa bo'y basti, chiroyi Zulfiyaga o'xshab ketadigan bir ayol kelib o'tdi. Almas u ayol yiqilib kelgandala birdala esiga keldi. Zuhra bilindirmasdan levini tishladi. Rast, bundaq ishlar nurg'un qitim takrorlandi. U kishining havasi kelgudek shundoq chiroyli xotini yenida bo'lsa-mu, o'ziga nimadir yetishmagandek, nimanidir izlagandek qiladi. Uni faqat o'zi biladi. U bo'lsa-mu tunji muhabbat, tunji sevgi, ko'ziga issiq ko'ringan, yurak torini chekkan, nini yigitlarni tashlab o'ziga muhabbat beg'ishlagan ashu nozinin qiz Zulfiya edi. U gohi kunlari untinsiz yetib Zulfiya bilan xiyolida muңdashadi. Halmon bo'ladi. Almas bir kuni kutubxonada o'ltirib, cho'nqur xiyolga patdi. Bir kun o'tsa, odamning bir kunlik umri qisqaraydi. Bir kun bir kundan o'tib, oxiri odamning hayotimi tamomlanadi. Menmi shundoq yashab, kunlarning birida olamdan o'tib ketaman. Yo'q. Men umrimni quruqdan quruq o'tkazmayman. Tirishib bilim olaman. Avlodlar uchun, jamiyat uchun, millat va davlat uchun to'kib qo'shiman. Kunlarning birida Zulfiyani topaman, o'g'limni topaman. Ikki o'g'limga tang otaliq mehrimni beraman. Ikki o'g'lim mening ikki qanotim. Mayli qanchalik riyozat chekay, jafo tortay, kelgusidagi xo'shallik kunlarim uchun yaxshi yashashim, natija qozonishim kerak. Zulfiya, sevgan mashqum, men sizni yuragimning qitida saqlayapman. O'g'limning, sizning, opamning oldida xijolatman. Chunki sizlarning oldinglarda qilishga tegishlik majburiyatni ado qila olmadim. Almasning yuragi tuyuqsiz shiddat bilan so'qib ketdi. Chiroyi samandek sarg'ayib, cheksidan munchoq tartab chiridi. Holsizlanib beshini ustalga qo'ydi. Muallim, nima bo'ldingiz? Kutubxonaning yosh xizmatchisi uning yenida parvona bo'lib ketdi. Biroq Almasning uningga javob bergidek madori yo'q. Hech ish yo'q degandek ishorat qilib jim yetib oldi. Xizmatchi qiz bir istakon qaynoq suv akilib uningga ichirdi. U eg'ir tindida: "Rahmat",
deb o'rnidan turib sirtqa mangdi. Uning put qo'lida misqalcha maqdiri yo'q. Dəldigunib minib baxçığa chiqib o'rindiqqa o'zini tashladi. Biroq yana shu xiyollardan neri bo'lolmadi. Shu tapda odamzat oyig'i tegmagan, insijin yo'q jangalga yoki yiroq sahroga ketib, to'piliq yerda do'malab, cheksiz zaminni quchoqlab yetib, bar ovozi bilan varqirab yig'lag'isi keldi. "Viyey, siz bu yerda ekansiz-ku?" Zöhraning ovozi uni ig'ir xiyoldan tortib chiqdi. "Tamoq etib saqlab, oxir bo'lmay sizni yana shu kutubxonadamikin deb izlab kelishim." Almas naiti kuchunib o'rnidan turdi-da, Zöhrani oldiga selib, o'zi kaynidan mangdi. Uyga kirgandan keyin ikkilan untinsiz o'ltirib tamoq yeyishdi. "Nima bo'ldingiz? Mujazingiz yo'qmi?" deb so'radi Zöhra aradagi jimjitlikni buzib. "Ha, beshim og'riyotdi." Almas shundoq debla o'rnidan turib hujraga kirib ketdi. Zöhra Almas bilan to'y qilsamla murodimga yetaman, u meni yaxshi ko'rib qoladi, chunki u muhabbatga, illiq oilaga muhtoj deb o'ylagan edi. Almasmi boshdan oxir uningga bir xil pozitsiyada bo'ldi. Uni hurmatladi, ko'nglini og'ritmadi, ranjitmadi, biror qitimmi ayiblamadi. Shunga u Almasdan rozi edi. Endi tonib yetdiki, ikkilan majburiyat yuzsidagi xotinlardan edi. U turibla "Nemishqa uni talashdim, o'zimning qilib oldim" deb o'zini ayblaydi-yu, orqadanla "Men bilan to'y qilmasimi, baribir boshqa biri bilan to'y qiladi" deb o'ziga tasalli topadi. U o'rniga kirib yotdi. Rostini aytganda, eri bilan mungdashqisi bor edi. Biroq eri chiroqni tezla o'chiribdi-da, "Xayrli kesh, yaxshi tush ko'ring" debla ustal oldiga berib, ustal chirog'ini yondirdi. Yerim kecha ustal chirog'ining yo'riqida ishlab o'tirgan Almas toza bir kerilib elib, yana qalamni qo'liga oldi. "Tong atay" dedi, "Texchi ishlayotamsiz, uxlasangiz bo'lmamdi" dedi Zöhra yostiqdan beshini ko'tarib. "Siz uxlayvering." "Men uxlayapman. Ijib jiningizga ichingiz og'rimaydi ekan. Nima qilsiz shuncha jafo tortib?" "Jinimga ichim og'irg'ashqa shundaq ishlayapman. Jahon bundaq turavermaydi. At o'gin yaxshi vaziyat keladi. Shuningga tayyorlik qilyapman. Keyincha oliy maktablarda ruscha, inglizcha va boshqa tillarni o'rganish to'lqini bo'ladi. Shunga ruscha darslik tuzyapman." "Tex uningga to'ymabsiz-da. Uning dardini oz tortgandek. Yiqilgan chelishqa to'ymabdi degan shu-da." "Hozir jafo tortsammi, kelgusida rohiti bo'ladi." "Voy jon, kelgusini kim ko'ribdi? Vaqti kelganda bir gap bo'lmamdi. Keyingi quyruqdan hozirgi o'pka a'lo. Kechich qog'ozga petib o'ltirsangiz, jiningizning uprig'ini uprig'an. Uning ustiga siz uyda pitirlab ishlasangiz, odam uxlay olmaydi ekan" dedi-da, batnab yotganni yuziga yopdi. Almas qalamni tashlab, chiroqni o'chirib, yotqonga kirib yotdi. Biroq zotla uyqusi kelmadi. Zöhraning uyqusi ichilib ketgan edi. Her ikisi o'z xiyollari bilan ta'tir qarab yetishdi. Rost, ayollarda ajoyib ahmoqona qarashlarmi bor. Bir qism ayollar o'zlari yaxshi ko'rgan erni bir amal qilib qo'lga keltirishga tirishadi. Har xil usullar bilan uning bilan to'y qiladi. Zöhra Almas bilan to'y qilg'ini, bir uyda turg'ini, u erning teniga erishgani bilan uning muhabbatiga erishalmaganligini his qilib turibmi, uning bilan birga yashash uchun barliq tirishchanlik ko'rsatdi. Oqibatda bu turmush xuddi kulda atgan tomdek bo'sh edi. U Almas bilan to'y qilib zodi nemaga erishdi? To'g'ri, Almasning teniga erishdi, ammo uning sevgisiga, muhabbatiga erishalmadi. İkisi bir balalik bo'ldi. Turmushi sen yaxshi, men yaxshi, tonur qiziq, nan yaxshi degandek o'tdi. Endi toza o'ylanib qarasa, o'zi chatoq ish qilibdi.
O bir-birini ölgüdek yaxşı körüdigan, bir-biriga aşık bolgan bir jup er-xotinlarning turmushiga, muhabbetiga buzg'unchilik qildi. Bichara Zulfiyaning eriga yozgan xatlarini tiqib oldi. Olmasning xatlarini joyida ujuqtirib etdi. Almasning Zulfiyaga yozgan o'tdek qizg'in xatlarini o'qib, do'stligi bo'lgan o'shligi hassilab ochdi. Ularning yurakni larziga soladigan, bir-birining muhabbatini kuchlantiradigan, intizorlik, tashnoliqlariga bahor yomg'iridek orom beradigan xatlari sandiqning tagtiga kirib ketdi. Endi o'ylab ketdiki, o'zining ashu paskash hunarimi kor qilmagan edi. Bir-birini söygan er-xotinning qo'sh yuragi hozirgacha kuyib etibdi. Bir-birining visoliga yetish orzusida o'rtinib, puchilib etibdi. U endi do'ppisini oldiga qo'yib o'ylangan chig'ida shuncha yillar o'tib ketibdi. U birdilla qo'lini tishladi. Ming bir pushaymon qildi. U o'ziga kuyinadigan, yaxshi ko'radigan eridan ayrilganiga, bir chiroyli uyini buzganiga, bir tal o'maq o'g'lini yetim qilganiga ichindi. To'g'ri, Almasmi Zulfiya to'g'risida bir eg'izmi so'z qilgani yo'q. U shu tapda chirog'ni yiqib, butun qilgan atganlarini Almasga bir-birlab aytib berib, xatlarni uningga topshirib, ondan uydan chiqib ketmoqchi bo'ldi. Biroq o'ylab baqsa, yurakini tinglab baqsa, olamni kessimi, Almasdan unda oson voz kecholmaydiganligini his qildi. Agar bu sirni Almasga aytib qo'ysa, xalq olam oldida, do'stlari, xizmatdoshlari, sop niyatlik er-xotin oldida, 2% oldida gunohkor sanaladiganligini o'ylaganida butun vujudi titrab ketdi. Birdamlik qo'rqinch, andisha tezla o'tib ketdi. U xatning sirini mangu oshkorlamaslik qaroriga keldi. U shu xiyollari bilan tongga yaqin uyquga ketdi. Ammo ko'p o'tmayla yurakni azgudak ichinishliq yig'i ovozi quloq tubida anglangandek bo'lib, cho'chib uyg'onib ketdi. 40-bob. Almas ta'til bo'lishi bilanla opsining yeniga ketdi. Bu pinhon makonga kelgandan keyin go'yo tilsim zanjiriga bog'lanib qolgandek har bir narsaga, har bir ig'iz so'zga butun ishtiyoqi bilan kirishib qoldi. U tilsimatdek ishlar, necha ming yillik tarix, xalq turmushi, xalq ig'iz adabiyotining o'z peti saqlanib qolgan ajoyib namunlarni bayqagancha bu yurtda go'yo yangicha bir dunyo bo'lib to'yiladigan bo'ldi. U bilatdi. Yoshlik, zeraklik Allohning insonga bergan oltin ochquchi. Bu ochquch bilan keng olamning sirini, dunyoning ilm hikmatning sirini ochqili bo'ladi. Yana nurg'un qadimki madaniyatni, san'atni, tarixni qazqili bo'ladi. Ammo bu oltin ochquch insonning qo'lida uzoq turmaydi. Shunga u fursatni ching tutib, ajdodi yashagan bu zaminning ajoyibotlarini, sirini ichishga iroda bog'ladi. Shunda qilib, u bu yerga o'zining bola vaqtidagi sodda qarashlari bilan emas, balki bir ziyoli tadqiqotchi sifatida qarashga boshladi. Bir kuni opsi uni birining uyiga boshlab keldi. Eshik oldida chochlari chuvuq, qelin raxtdan ko'nglak chapon kiyib olgan 50 yoshlardan oshgan ayol o'tirgan edi. Ayol Almasning opsi bilan bir haza paramlashdi. Bu mening o'g'lim, dedi Almasning opsi. Ha, bildim. Sening aram mushu birli balang bor-ku. Kel o'ltir, dedi ayol. Ular sotmaning oldidagi yumshoq yerda o'ltirishdi. O'g'lim cho'ng shaharda muallim. Bugun sening qo'shiqingni anglag'ili keldi, dedi Almasning opsi. Men hikoya, cho'chak, jangnoma dostonlarni bilaman. Buningdan burun nurg'unlari kelib mendan anglab yezib ketdi. Hozir o'g'limga Toyir Zuhra dostonini aytib beray, dedi ayol kulib turib. Shuning bilan ayol nihoyat mohirlik bilan dostonni aytishga boshladi. Naqshlarini ohangga selib, ajoyib mo'ng'liq essa, dialoglarni loplar shevsida aytdi. Onun zihni alamet uçuq bo'lib, ba'zi ta'sirli yerlarga kelganda yig'labmi ketadi. Almas u ayolning og'ziga qarab qoldi. 2 soat hash-pash degicha o'tib ketdi.
Ular şiğillik say bilen uyga ketip atqanda apisi: "Balam, bu yurtda qo'shoqchilar ko'p edi. Konalari o'lib tugab, yengilari yetildi degan bilan konalarning izini toza basolmayotdi", dedi afsuslangan talaffuzda. "Opa, bu yerdagi qo'shoqchilarning ba'zilarining savotimi chiqmagan kishilar ekan, biroq ulardagi o'tkirlik, notiqlikqa haqiqatan hayron bo'lyaptiman." Ana bola shu haqda paranglashib minib, birdamdala taqir sho'rliqqa yetib keldi. Yo'lning ikki tarafida ancha-muncha ko'rinib qoladigan yo'lg'onlarni hisobga olmaganda soya qumushliq edi. U yer bu yerda dumbal sho'rliqlar ko'rinadi. Ular uyga yetib kelganda ana charchab qoldimi, yetib tezla uyquga ketdi. Biroq Almas yanala hayajonliq ilkida uyqudan bidor edi. Abayqi qo'shoqchi ayol uning ko'z oldida zohir bo'ldi. U qumagan, savatsiz, ibtidoiy turmushda yashayotgan bir ayolning yuragidan etilib chiqayotgan qo'shoq dastonlar. To'g'ri, u ayol aytgan kun degili bo'lamdi, o'tmishi yo'q hozirni degan qo'shoqlarga qanchalik cho'nqur ma'nolar singani. Lopnor jug'rafiyalik jihatdagi cheklamalik, nachar sharoit tufayli necha asr bekinma holatda bo'lganligi uchun dunyoning yiroq joylaridagila emas, balki qo'shni yurtlardagi o'zgarish taraqqiyotlardan bexabar holda koni an'ana, koni turmushni saqlagan bo'lg'ashqa tilining sofligimi saqlangan edi. Ular avlod o'zgarmay bir xil tarzda takrorlanib turadigan turg'un, zerikishlik hayot musofasida qo'shiq bilan his tuyg'ularni ifodalaydigan odatni avlod davomlashtirgan edi. Bir kuni Almas uyi oldida ko'rinib turgan sig'is rang qumlarga, qum barxanlariga, qumlar ustidagi yo'lg'un, qaqshal va to'g'roqlarga qiziqish, maftunlik hissiyoti bilan qarab turib ketdi. U qumning olqiniga ilib, barmoqida siyirib, yerga iqitib ko'rdi. Ikki narsaga hayron bo'ldi. Biri suv namdidori bo'lmagan qumliqda qumush, yo'lg'un to'g'roqlarning yashnab turganligi. Yana biri qumliqlar uchib ko'chganda to'p-to'sandek qapsab yayramay, bir tuz siziq bo'yicha otning yolidek takshi qir hosil qilib, suvdek shirildab eqishi edi. To'g'ri, u kichikidimi mana mushu qumliqlarda yugurib o'ynagan, qumdan seyrilib tushib, yana yugurib chiqqan. U vaqtlarda u faqat o'yin deb bilgan, endi bo'lsa undoq emas. Tabiatning o'zi ana Tangri. İnsanlarmı tabiatning bir a'zosi. Shundoq turug'liq insonlar nemishqa ana tabiatning hukmronidek tabiatni yalang'ochlab qo'yadi. Nima uchun nurg'un shahar qal'alarni bir kechada qum yutib ketadi? İnsanlarning tabiatni qo'g'dimasa, buzg'unchilik qilsa, tabiatmi insonlardan qisos olmamdi. U ana shu xiyollar bilan turganda eshik oldiga chiqqan ona uni chaqirdi. Kel o'g'lim, sen bu kindik qining to'kilgan, ajdoding yashagan zaminga bek icharkishib ketyapsan. Bilavatman, sen bu yerdagi ajoyibotlarga, bu yerning jiroq o'tmishiga qiziqyapsan. To'g'rimi? Almas opsining so'zlariga, o'ziga esdashlik qilishiga qarab kulimsiradi. Apa, sen kishining ko'nglini, ichida o'ylaganlarini qarab bilishga bek mahir ekansan. Shundoq, men bu zaminga to'ymay qarayapman. Qandoq o'zgarish bo'ladi ekan deb kuzatyapman. Bu zaminning tabiiy holati shu peti saqlanskan deb o'ylayapman. Balam, ilgari Tarim daryosi va Ko'nchi daryosi nahiyaning o'ttirisidan eqib o'tib, Taklimakan qumliqiga kirib ketadi ekan. Yurtimiz suvga intayin boy bo'lg'ashqa xalqimizda Tarim anam 9 taram degan so'z bo'lgan. Daryo va ko'llar ko'p ekan-dik. Keyin kishilar o'rmonlarni qalaymaqan kesib, yer ichib, tabiatga bozg'unchilik qilg'ashqa daryo ko'llar qurib ketib, qumliq va sho'rliq yerga aylanib ketgan ekan. Endi o'ylab baqsam, sening o'ylaring, qilmoqchi bo'lgan ishlaring xayrli ishlar ekan. O'ylaganlaringni amalga oshirishga tirishqin. Biz seni olim qilamiz deydik, ham orzu qilatdik.
Muşundaq tirişsang, alim bolarsan balam. 2 ay şundaq tezli ütüp ketdi. Almas yolga çıkış aldıda apsini bille ilip ketişke şundaq zorlusumu, ana közüge kapsılıp gelip atkan yaşlarını çandırmay sürtüp etip, balam, men bu yerge könüp kalgan, onun üstüge dadağını yalğız taşlap ketelmeymen, menden ensirme, hem kılmığın, bulamdı, dedi. Almasның yüreki apsığı çedimedi. Onun yalğız kılışıға teximi çedimedi. Ah, yaşangan ana, ağırıp kalsa yalğızlık tartıp kalmamdı. Onu taşlap kesse Tanrım rava görmez. Opa, ötünüp kalay. Muşu bir ketim men bilen bizning öyge keteyli, muaqılmı? Almasның avazı titredi. Jüreki qattiq selip ketdi. Yığılıp etişke aslı kaldı. Onunğa qarap turgan ananın jüreki berdaşlıq berelmedi. O, oğlunu bağrıға çın tinip qattiq yığladı. Ana, oğlunun bağrıdan acırap, onun közlerine peşanısığı söyledi. Canım balam, sen mening bağrım, mening barlığım. Rast, hazır men yalğız kaldım. Bırak dadağını taşlap kessem bolmaydı balam. Onun ruhi korunudu. Onun üstüge men mu yaşınıp kaldım. Başka cayga könelmeymen. Maqıl degen, men senden razı, min mertem razı balam. Almas ananın altıda tızlandı. Apa, seni zorlayalmayman. Bırak senden ensireymen. Senin arzuyunga muhallip iş qilish mening qo'limdan kelmaydi. Undaq bo'lsa bo'pti. Manga duo bergin apa, dedi yaşlarını to'xtatib ololmay. Hey köz nurum, yeşil köz bürkütüm. İlahim, hayırlik işlerin ro'yobga chiqqay. Olim bo'lg'aysan, salomat bo'lg'aysan. Toshkent ko'zili bilan hamon bir kun ko'rishgaysan. Oğlun cüret bilen tepişqaysan. Allah'dan her namazımda tileymen. Allah'a amanet balam. Apa, yeni görüşkice salamet bolgaysan. Seni yalğız taşlap koydum. Men yeni kelimen. Xudayımga amanet. Ah yol bolsun. Aman bolgaysan balam. Almas yolga çıkıp yana bir ret arkasıga qaradı. Manga hayat bəxş etkici əziz ana, seni yoxlap kelimen, deb pichirledi o yaşlarını sürtüp durup. Rahmet, ilahim digellerin keler apa, seni yalğız taşlap koydum, meni keçirgin. Almasның yüreki azaptın astın üstün bolup ketdi. O yol boyu apsı bilen xiyalada muğuşup maňdy. Öyge kelgen küni tamaq yep bulup, hardoqinimi almasdan materiallarını kötürüp, işxanaga çıkıp ketdi. Keç gündüz kitap, materiallar arsıga çöktü. Bir yıl mana muşundaq ütüp ketdi. Onun üstüli aldıda dövü original teyyar boldi. Onu qayt körüp, tüzütüp, rətlep çıktı. Ahırı Rusça, Xanzuca, Uygurca lüğət və 4 parça ilmi maqala teyyar boldi. Akşam mı kitap körüp, makalı körüp olturgan Almas keçece kirpik qaqmay tam atqızıp etdi. Ahırı dereziden düşken sübhi nuri onu işten toxtatdı. O üyügümü barmasdan işxanadaki çaydandan bir istakan çay koyup, quruq nan bilen naşt qıldı. Nemi üçündür bugün jüreki bir xil qaşlı duratdı. Saat 10'lar bilen tosatdan bir parça telegram tapşırıp aldı. Onun telegram tutkan kolları qattiq titrep ketdi. Ah, Tanrı, onun bir yıl burun ayrılgan mehriban apsi əmdi yok. Məngülük köz yumğan idi. Almas ruhi çıkıp ketken adamdek orundakta taşlanıp heykeldek ketip olturupla kaldı. Almas, texçi işxan dikensiz go, tamaq pişdi. Almas ishikda turgan ayolini xira-shira ilg'i qildi. Zuhra uning qo'lidagi telegramini ilibla chiroyi tatirib ketdi. Yuring, hozirla yo'lga chiqayli. Almas o'ltirgan joyida o'ltiraverdi.
Onun Zöhrəni burunmu apsının aldığı ilib barğısı kelmegen idi. Əmdilikdə onun barğınının nima paydası? Özü qaçan yolga çıqadı. O hiç nimeni bilərmidi. Bir hazadan keyin Zöhrəyə qarab. Zöhrə, bu xəbərini başqalarga aytmay turun. Mən sal turub uyga baraman, dedi. O bu yerdə qanchalik uzaq o'ltirdi, o'zimi bilmaydi. O'rnidan turib sirtqa chiqdi. Qip-qizil quyosh nurida opasining o'zini uzitib qolgan chog'dagi siymasi ko'z oldida namoyon bo'ldi. U shu siymoga qarab yig'lig'inicha turib qoldi. Qip-qizil quyosh, chochlari kumushdek oqargan, oq ko'ngilak kiygan ona uningga qarab yaqinliq kulimsiragandek tuyuldi. U birdalla "Opa! Opa!" deginicha varqirab chiqib ketdi. 41-bob. Bechar Zulfiyaning ruhini sundurgani g'oyib bo'lgan muhabbati, birdalla o'zidan yiroqda qolgan turmushi edi. Biroq u inson chidash tas bo'lgan ruhiy uprash oldida o'zini biroqda yo'qitib etmasdan, balki irodasini texmi tavlab mangdi. O SSSR Fanlar Akademiyasi qaramaqidagi Moskva Bioximiya institutida sirtdan 5 yil o'qishni davomlashtirdi va a'lo natija bilan bitkazdi. Shanba kuni uning qorosi xaridorlari bilan to'lib ketgan edi. "Qadrlikim Zulfiya, chaqqan bo'l, menga tegishli gulni berib atgan, bozorga oldirayman", dedi semizxona bir xonim. "Jinim hada, ani qaycha o'zing tanlab keskinda ishingni bitkazgin", dedi Zulfiya yetishalmasdan. "Zulfiya, menga 5 bog'lan bergina", dedi chiroyli bir yosh cho'ka. "Mana hozir", Zulfiya opasi va o'g'li bilan qo'l-qo'liga tegmay ishlab o'tdi. U yo'g'on idish tashtaklarda har xil ko'ktat mayslarini yetishtirib sotadi. Ularni boshqalar o'z qo'roqlariga, bog'lariga tikib, say ko'ktat setish bilan shug'ullanadi. U hozir butun Toshkent shahriga to'nilib ketgan edi. "Sen bo'lmasang qanday qilatdiq Zulfiya? Sening dövlətingdə bizmi xeyli obdan pul tepib oldik", dedi yashangan bir rus momay. Ular shu kuni tushdan burun shunchalik aldirash bo'lishiga qaramasdan, tushdan keyin gullarni Moskvaga avatishni unutmadi. Kashkirishiga bak harduq yetkashgimi, ular baldurla yetib kelishdi. Yerim kecha Zulfiya opasining ingragan ovozidan cho'chib uyg'onib ketdi. Opasining yuz ko'zlari tarlab, suv bo'lib ketgan edi. Peshonasidan o't chiqatdi. Lavlarini gaz bog'lab, ko'zlarini ichishga qurbi yetmaydi. "Opa, opa, nima bo'lgansan?" dedi Zulfiya jiddiylashib. "To'nglab ketyapman. Suv." U darhol bir piyola ilman qaynoq suv akilib opasiga ichirdi. Ondan bir dasqa suv elib, lungi bilan uning butun badanini surtib chiqdi. "Qayrang bakrak og'riyotdi opa." "Qo'lim bilan dumbam." Zulfiya opasini asta urib dum yotqizdi. Dumbisiga ozroq hasalni takshi surkib, uvlab og'riqni ozroq pasaytdi. Tong saharga yaqin ona bilan qiz ozroq uxlab qoldi. Atiganda opasining qizitmasi yonmoqda yo'q, texmi o'rligan. Butun badanidan o't chiqatdi. U darhol kran mashinasini chaqirib, opasini doktorga elib bordi. Doktor tekshirgandan keyin "O'pka yallig'i bo'pti, darhol bolnisga yetib davolansin", dedi. Zulfiyaga ayon, opasi o'zini unutgan holda tinimsiz ishlab, charchaganlikdan kasal bo'lgan edi. "Doktor, opamning kesili og'ir emas-ku, ha?" dedi u ansirab. "Rostini aytganda, yenikma emas. Tezdan temperaturini tushirmasak bo'lmaydi, biroq jiddiylashmang. Okul, dora, tamoq, dam ilish bilan saqayib ketadi. Biroq yoshlarga qaraganda vaqt uzoqroq ketadi." "Mayli-ku, saqayib ketsa." "Umidvor bo'ling", dedi doktor kulib turib. "Opangiz bek charchab ketgan bo'lsa kerak, shundaqmi?"
Doktoru sual nazarda qaradi. Zulfiya xijil bo'lganidan levini tishildi. Ko'zlaridan yosh quyildi. O, apam biz uchun rostla zo'r badal to'ladi. Bek charchab ketdi. Deyalidi aranla. İkkilen yatağa kirdi. Apsının qızıtması yanmağaşqa məngzi anardak qızırıb, ləvləri səlbəl yerilğan, birdən çöçüb turatdı. Zulfiya xanım, uyga qaytib keting. Mən bugün keçilik dejurni, məsul sestramı var. G'am qilmang. Xudo xolsa, sahargacha qizitmasi tushidi, dedi doktor. Zulfiya bir ko'zi orqasida yotoqdan chiqib ketdi. Sestra qiz anaga bir stakan sut ichirib qo'ydi. Ana sütni ichgandan keyin ko'zini yumib, yostiqqa beshini qo'ydi. Biroq o'lim dahshati uning xiyolidan neri bo'lmadi. U o'yladi. O'lim qil ustida. Ashu qil uzilib ketsila. Onun azapdan talgan vücudu halsiz bolsumu, kunning seriqini ko'rish orzusi yuragida yelinchidi. Qiziga yantayoq bo'lish, navrasining to'yini ko'rish, hatto navra ko'rish orzusida qonlari qayta jonlandi. To'g'ri, kelgusini o'ylaganida, umid nuriga ko'z tikkanida badaniga kuch kirayotgandek tatliq sesim uning yuragini titratdi. Bichara Zulfiya, mening uchun hammani qilishga tayyor turdi. U mu charchidi? Charchigandimi? Bek charchab ketdi. U uyga yetib borgandimi? Kechicha mendan g'am qilib uxlay olarmi? deganlarni o'yladi. Zulfiya mu opsini yolg'iz qoldirganligi uchun ko'zi orqasida uyga qaytdi. Xiyoli yanala opsida. Özümü bilməsdən öz-özüge sözləb ketivatdatdı. Apam bir ömür mening japoyimni tartdı. Güldek çiraylıq, kuch qudreti urug'ib turgan chaqlarda dadamni tapolmadi. Uyga kirsa ana, talog'i chiqsa ota bo'ldi-ku. Turmushning bo'stoni bo'lganidek, pasli bahor bo'lganidek zimistoni bo'lmamdi. Turmushning xushalliqi bo'lib, qayg'u hasrati bo'lmamdi. Bo'ldi. Apamga shundoq hasratlik, hijronlik kunlar yor bo'ldi. Qerishqandek menga shundoq bo'ldi. Biroq kun nuri yer zaminni yo'ritgandek, issiqi bilan yerlarni ko'kartgandek, bizga mu illiq bahor, yoz nisib bo'lar. Umid nuri nada? Jannat nada? Uning hammasi insonning o'zida, yuragida. Bu dunyodagi jannat degani insan özü bərpa qılğan bəxtlik turmuş, güzel hayat. Qadirdan apa, seni saqaytıb, əmdi obdan kütümən. Senin modəm elib, özünü asrab ötüdüğən çeğin gəldi. O, uyga kelib, bir keçini birdəm ügdəb, birdəm uyğunub degəndək ənsiz ötküzdü. O, ətdigəndila naşlılıq təyərlab doktorxanağa gəldi. Putunun uçuda dəssəb, yatağa girib, tatlıq uxlavatqan apsıqa qarab, köngli tindi. Zulfiya kündüzü xizmət, gül setiş, Moskvaga gül əvətiş bilən aldıraş bolsa, keçisi apsının yenida uzaqdan uzaq olduratdı. Gahi yerim keçide andın uyga qaytatdı. Bugün mu xeyli uzaqca apsının uyqudan uyğunuşunu küttü. Zulfiya apsıdan ayrılıp qilishni o'ylasila, bütün bedeni tikanlashib, yuragi azap bilan to'lg'inib ketadi. Chunki uning dunyoda birdan bir yo'lanchigi ana shu opsi edi. U buvisi Hasanjon, dadasi Abdurahmondan ayrildi. O'zi söygan umr voyat uningga sadoqatman bo'laman deb va'da bergan eri yiroqda. Ular bir-biriga tashna. Taqazo bo'lsa-mu, texi bir-birining visoliga yetolmay, kunlarni hijron azobida o'tkazmoqda. Tangri, sendan tilayman. Mening yo'lanchigim, eng aziz mehribonimni o'z panohingda saqlag'aysan. Menga rahim qilgin, dedi u ichida tilak tilab. Uning ko'zlari asta-asta yumildi. Uning ko'z oldida keng ketgan ufuq, bulutsiz osmon, yap-yeshil ekinzorliq,
tekşi içilip ketken güller namoyon bo'ldi. Mana cheksiz so'zilgan asfalt yo'lda oq tulpar minib biri kelib atadi. Ot ustidagi kishi Olmos. O üstiga oq qilin cho'chunchidan kostyum burilki kiygan, xuddi ekinzorning xo'jayinidek salopat bilan kelib atadi. Zulfiya bo'lsa ustiga oppoq ipak ko'ylak kiyib, bo'yniga uzun qizil sharpa artgan. Onunga qarab yugurib ketib atadi. Olmos birdilla Zulfiyani ko'tarib elib oldiga o'ltirg'izib, shamoldek tezlik bilan ko'k qa'riga ketib atadi. Shunchalik tezlik bilan uchib atadi. Zulfiya, canım kızım. Zulfiya ittik ko'zini ochdi. Opa, canım opa. Qizim, qarsam kulimsirab yotsan, o'pdan tushkorga o'xshamamsan. Zulfiya shuni aytishga tamshilib, yana darhol o'zini tutib oldi. Chunki opasi doim kechada tush o'risi bo'lmaydi deydi. Shunga u dedi: Qarsam bek xotirjam uxlab etibsan, shunga xushliqimda kulsammi kulgandiman jenim oppa. 42-bob. Rayhon doktorxonadan chiqqanga yarim oycha bo'ldi va qizi Zulfiyaning ko'ngil qo'yib kutishi bilan burunqidakla tetiklashib qoldi. Shu kunlarda Gulmiramu uydan neri ketmadi. Uydagi ishlarga opasini kutishga yordamlashdi. Bir kuni attiganlik choydan keyin Rayhon, Zulfiya, Gulmira uchaylan qo'rodagi uzumtal soyasida choy ishkash mung'ishib o'tiradi. Darvozaning qo'ng'irog'i besildi. Oldida turgan notanish ayolni ko'rib turib qoldi. Yaxshimisiz? dedi notanish ayol. Zulfiya beshini lang'ishtirib, salpal kulimsirdi-da, ularni taniyolmay ikkilanib turib qoldi. Bu uyni ming tasti topdik, Rayhonning uyidu, dedi notanish ayol. Qani marhamat, dedi Zulfiya darvozani yo'g'on ichib, ondan qo'rg'u qarab tovladi. Opa, mehmon keldi. Rayhon darhol mehmonlarning oldiga chiqdi. U erni zotili ko'rmagan, biroq ayolni tanidi. U dadasi Hasanjonning singlisi Boimaxon edi. U qiz vaqtida o'ttiri bo'yi niqqida semiz, oq yuzlik, qarchash, yaqinli qiz edi. Biroq hozir oldida turg'ini bo'lsa, o'ruq, ballari egilgan, yuzlari yo'l-yo'l qo'riq tushgan bir mo'may edi. Rayhonning lavlari titradi. Boimaxonmu Rayhonga tikilib qarab qolgan edi. Rayhon 6-7 yosh vaqtida shundoq o'moq, qora ko'z, qora choch, bo'yi o'sgan qiz edi. Hozir ashu yaltirab turgan yuzlarning o'rniga ko'zlari o'ltirishgan, yo'l-yo'l qo'riq tushgan yuz almashgan edi. "Ocha, Boimaxon ocha!" deb Rayhon uningga qarab o'zini otdi. "Singlim, jinim singlim, bag'rim!" Boimaxon Rayhonni quchoqlab yomg'irdak yosh to'kdi. Ular qayt-qayt quchoqlashib, yig'lashib, bir hazodan keyin o'zlarini tutib dasturxonga kelishdi. Ular duodan keyin qaytadan hol ahvol so'rashdi. Zulfiyamu ixtiyorsiz to'kilgan ko'z yoshlarini surtib dasturxonga chak keltirdi. Ana shu chaqda Boimaxon yenida o'ltirgan pakar o'ruqligidan mukchib qolgan kishini tanishtirdi. Bu kishi mening xo'jayinim Mattursun hoji bo'ladi. Bu cho'ng qizim Gulmira, bu kichik qizim Zulfiya bo'ladi, deb Rayhonmu ikki qizini tanishtirdi. Ular tamoqdan keyinmi uzoqcha mung'lashdi. Rayhon Sirdaryosi bo'yiga kelgandan tortib, u yerda bo'lgan ishlar, dadasining urushga ketganligi, opasi Oyimxonning tartgan zulmlari, uni o'z qizidek beqib o'stirganligi, qizi Zulfiya to'g'risidagi uning eri bilan ko'risholmay o'g'lini o'zi beqib cho'ng qilganligi qatorliq ishlarni so'zlab berdi. Ular bir-birining yeshini surtib, o'zaro tasalli berishdi. "Singlim, jinim singlim", dedi Boimaxon Rayhonning yoshlarini surtib turib. "Akamning urushda qahramonlarcha qurbon bo'lganligini,
gazetdan ko'rib xabar topdik degan. Gazetga uning harbiy forma kiyib, medallarni taqab, shundoq jasur qiyofatda tushgan suratini beribdi. Bu xabarni o'qib, qancha yig'laganimni bilmayman. Bizning tartgan so'rg'ichiligimizga yig'laymi, akamga yig'laymi? Ish qilib, ko'zimdan qon yosh qurimadi. Dedi, yig'isini to'xtab ololmay. Shundoq, acha, bizga bek ig'ir kunlar bo'ldi. Yurtimizdagi ig'ir kunlardan qochib, bu yurtga kelib, endi uy makonliq bo'lib turib edik. Ikkinchi dunyo urushi boshlandi. Dadam shundoq jasur, deginini qiladigan kishi edi. Hammani qilgan shu urush. Nini o'g'lonlar, azimatlar, shundoq sohibchamal qizlar bizdan vaqtsiz ayrildi. Shundoq go'zal joylar, shaharlar, jannatdek bog'lar vayron bo'ldi. Nurg'un oiladan ko'p kishi tugab ketdi. Hatto gohi oiladan ota bola, aka uka biraqli o'lib ketdi. Ularning dardida oqchashliq onalar, ajoyib kuchlik, emgakchan, mo'ysbit otalar o'lib ketdi. Urush tugagan bo'lsa-mu, urush jarohati haligacha saqaygani yo'q. Million kishining yuragi yara. Rayhon nihoyatda azobliq bir tarzda so'zdan to'xtadi-da. Boyimxon acha, sizlarni na'dan so'raymiz? Sizlar bugun xuddi osmondan tushgandekla oldimizda paydo bo'lib qoldinglar. Seni ko'rib, xushalliqimdan so'zlab ketibdimi? dedi. Singlim, aytib kelsak, hikoyamiz ming bir kechidek uzun. Men safarga minish oldida akam bilan ko'rishalmagan edim. Anam xo'jayinim bilan meni yo'lga selib qo'ygan edi. Biz Kashmirga mangdiq. Shu vaqtda biz bilan birga mangan kishilardan sizlarning Sovet ittifoqiga qochib ketmoqchi bo'lganliklaringizni angladim. Shu yillari yurtimizdagi zo'rliq, zo'mbuluq, urush, talashga chidamay qoldik-ku. Bo'libmi qiz cho'kallarni bulab ketadigan, xo'rlaydigan ishlar ko'payib ketgachga, men 15 yoshga kirgan shu yili anam meni 25 yoshlik Mattursunoxunga yotliq qildi. Keyin anakam er-xotin ikkimizni Hindiston orqali Kashmirga bordiganlarga qaytib qo'ydi. Biz mangadigan chaqda bizni chegaradan o'tkazib qo'yadigan kishiga anakam bir muncha oltin kumush beribdi. Shunda qilib biz 3 kun saqladik. Men bir jafoda chegaradan o'tdik. To'la yig'lab ko'zimdan yosh qurimadi. Na'dan naga o'tdik, naga ketyapmiz, hech narsani bilmadim. Biz u yerga berib, o'zimiz izlagan, bizga boshpanoq bo'ladigan odamimizni topolmadik. U haqning gapini uqmagandan keyin ko'chila bo'lib qoldik. Bo'g'chimizni ko'tarib laylab yurdik. Kiradigan to'shik topolmay bir cho'ng qo'roning temiga yo'linib o'ltirib qoldik. Bir vaqtda yo'g'on qo'saq, qop-qora, semiz bir er kishi oldimizda paydo bo'lib, bir nimalarni devidi, uning og'ziga qarab turdik. U kishi sharat qilib bizni qo'rg'oga akirdi. Ularning qo'rg'o joyi cho'ng ekan. Bizga yemaklik berdi. Mattursunoxun u boyning itini baqdi. Men o'yli oranlarini supurib, kirqatirni yudim. 3-yili xo'jayin hay safarga otlanib, Mattursunoxunni billa elib mangdi. Men yolg'iz qilib, teximi heribsinib, xuddi dasht boyog'anda yolg'iz qolgandek tipirlab ketdim. Allohdan yavash bechora erimning sog'-salomat kelishini tiladim. Erim ketib, 6 oydan keyin oydak chiroyliq bir jup o'g'il tug'dim. O'zimning jinimni baqalmayotganda tug'ilgan bu bolalarimni ko'rib, uy egasi pek xush bo'ldi. Keyin uqsam, ularning birli qizi bo'lib taloli qilgan ekan. Aşı bir jup o'g'limni beqib olaman deb xush bo'lgan ekan. Balalarim naq 1 yoshga kirib, tam manganda Mattursun hoji qaytib keldi. Uningga qaragan kishining yuragi ichishadi. Uning ko'zlari o'ltirishib, so'ngaklari bo'rtib chiqqan, xuddi go'shtlarini shilib tashlab etgandek bir teri, bir ustixon bo'lib qolgan edi. Bolalarini ko'rib, xushalliqidan bag'riga besib yig'lab ketdi. U bir oygacha o'rnidan qopolmay yetib qoldi. Bir kuni uy egasi hoji xonim meni chaqirib, "Bizning hojining dultida erang hoji bo'lib keldi. Bu savoblik uchun bo'lgan ish. Agar bu uyda davomli xizmatimni qilay desang, qo'shkezak o'g'lingni bizga bergin.
Biz balangni hem seni acığı koşup bakaylı. Qandaq dedim? Buningdan yaxshi ish bo'lamdi, dedi. Men damalliqqa bir nim deyolmadim. Bir haza beshimni tutib o'ltirib ketdim. Kimmi o'z bolasini ko'z ochiq turib boshqa kishiga beradi? Nima o'ltirsang gap qil, dedi hoji xonim chalvoqqa. Bizning hoji bilan maslahatlashib bir nima deyli deyishimga u, "Hey gaday, shundaqmi kam aql bo'lamsan? Ko'rdingku, bizning qo'limiz nega so'zsaq shu yerga yetadi. Ballalaring mushundaq boy uyda cho'ng bo'lsa, baxting emasmi? Chiqar sarang, ering bilan so'zlashib kirgin. Uning medirlig'idek holi yo'q. Burniga chivin chissimi qo'riy olmaydigan holat tursa, ballalaring bilan seni baqalamdi. Men texi seni xo'sh bo'lib do'ppisini osmonga atadi deb o'ylab ekanman." Deginicha ishikni chaqqa tepib chiqib ketdi. Yuragim ishik qisivatgandek og'rib ketdi. Bola degan odamning bag'rini yerib chiqadigan tursa, kishiga berib etishga qandoq chidaydi yurak. Men hojiga bu gapni dedim, u har qancha qalandar bo'lsaqmi, bolani o'zimiz boqimiz, dedi. Shuning bilan oradan bir oy o'tganda boyning toza ochchig'i keldi bo'lg'ay, ikki odamga hojini ko'tirgizib ko'chaga tashlab etdi. Menimi bolalarim bilan qo'shib uydan haydab chiqarib etdi. Beshimga tog' yiqildi. Hoji bilan bolalarimni daraxt tubiga yotqizib qo'yib, shu atrofdagi masjidga berib, ostola yemaklik akaldim. Keyin ikkimiz biridan bolani ko'tirib tilamchilik qildik. Xudoyim kishilarga qo'l tanglash, sadaqa ilishning qanchalik nomusliq ish ekanligini shu chaqda tushundim. Gohi kunlari qog'ozdek quruq chalpakdan boshqa narsa yemay, iriq suv ichib yashadik. Qo'limizda tangining sunuqi yo'q. Put qo'limizda jon yo'q. Bu jondan chaq to'ydik. Ammo shu ikki bolamizni deb yashashga g'ayrat qildik. Keyin bir tonishlar bilan so'rilib Hindistonga keldik. Voy, dunyoda odamning ko'pligini mush yerda ko'rdik. Yo'llarda kala qo'y, ot, pil, eshak, harba odamlar tangmang'id ekan. Iriq bo'ylarda ko'chada yotsa yilon chiqib oladi ekan. Nimali degan bilan hiliq tonishlar qatori hoji billa setiqchilik qildi. U bechara tong otganda chiqib ketsa, kechda jeni orom qilib keladi. Men tut kishining tomoqini etib, kirini yuyib, bolalarimni boqdim. O'zimizning shu chiroyli mahallasi, talbarangliq qo'ylimiz, iriq o'stanlarda eqiyotgan suzuk suvlari ko'z oldimga kelib, yurtimning to'pisini so'ygidek bo'lib ketdim. Anam, akam asanjonlarni sig'inib, to'la yig'lab, ko'z yoshlarim qurib ketgili tas qoldi. Shu kunlarda tortgan chapoldirimni o'ylasam, yuragim pichoqda tilgandek ichishib ketadi. Dunyoda boylar shundoq oz ekan, butun boylik shularning qo'lida ekan. Kambag'allar shuncha vala ko'p ekan, qo'rsoq hemda jon tikib yurgan bir kuni o'ltirib hojidan, "Hoji, sizlar shuncha jabo tartib hash qilib keldilar, nemishqa haramdek boyashat ulug' joyda bir amal qilib qolmadilar?" deb so'rsam, u ichinib turib, "Xonim, haram haqiqatan yaxshi ulug' joy ekan, biroq u yerdami boylar, puli borlar yaxshi yashaydi ekan" deb beshidan o'tganlarni so'zlab berdi. "Qani, Matursun hoji qolganini o'zlari so'zlab bersinlar", dedi yoshlarini surtib. "Bizdek yetimchilarning kuni hamma yerda o'xshash ekan", deb so'zni boshladi Matursun hoji. Biroq u yerda pul tepish o'ng'ayroq ekan. Hoji oqshimi rabatda yotdi. Men ishik oldidagi daq yerda yotdim. Ko'ch supurdiganlar meni uyg'otmay supurgining sepi bilan putimga birini urib edi. Bir unim osmonda, bir unim yerda varqirab ketdim. U kishi, "Qo'pa hey eshak, haramga duo tilovat qilg'il kelgandekin uxlamaysan", dedi. Bir necha kun o'tgandan keyin ichim suvdek surib ketdi.
Ish aslida mundaq edi. Qo'rsaqning ochligiga chidamay tursam, oldimdala bir hoji oq dasturxon selib polo go'sht yeb o'ltirdi. U tamoqdan keyin duo qilib o'rnidan turay deganda, "Hoji, oshqan tamoqlarni menga beramdila" deyishimga menga tozi go'liyib qarab etib, "Sana bekorga berilgan tamoq yo'q, men ishlab tepib yedim. Sen ishlab tepib ye" deb dasturxon bilan tamoqni axlat sanduqiga tashlab "Qani, kuching bo'lsa o'rningdan turib ilib ye" deb ketib qoldi. Men surilib berib, bir qo'lim bilan axlatchilikni tutib o'ri bo'ldim. Ondan dasturxonni tartib ilib, uningdan oshqan tamoqni to'yg'icha yeb oldim. Shuningdan keyin ichim surib, holimdan ketib, yana yo'lda yetib qoptiman. Butun badanim qiziq, titrab yotdiman. Ikki kishi meni ko'targuncha mashinaga silib, tog' bag'riga opirib tashlabdi. Yana jon tatliq ekan. Bu yerda o'lib qolmay deb o'milab yurib, Rabatning yeniga kelsam, bizning xo'jayini hoji, "Nega ketding, hey razgi? Savob olay deb seni haramga elib kelsam, savobnimi bilmading?" deb tillab tas qoldi meni tashlab ketgili. Odamning yomonimi, yaxshisimi dunyoning hamma yerida bor ekan. U yerda yana bir yaxshi hoji uchirdim. U haramga kelgili 30 yil bo'lgan ekan. Ota-onasi bilan haj tavob qilg'ili kelib, shaytonga tosh otqila borganda odam bek ko'p bo'lg'ashqa ota-onasi qisqa-qistonchilikda dasilib o'lgan ekan. Shu yili u 16 yoshda ekan. Yurtidan chiqqan bir hoji yo'l mengib yurib, uni elib qilib Navoiyga sotdi. U beshidan o'tganlarni so'zlab berib, "Texcha, xotin, uy, turmush deganni bilmayman. Yerlik arablar bizga qiz bermaydi. Ham bizmi ularni alg'udak dafini dunyo topolmaymiz. Yana qanchalik mushu tariqada yashayman, buni bilmayman. Enim, yurtimda bo'lgan bo'lsam, 30 yilda o'ylinib, bolaliq va navirlikim bo'lib qolatdim. Shularni o'ylasam, xuddi Xudo o'z yurtimda qolgandek, jannatmi ashu yurtimda ekan degim keladi" dedi. Men beshimdan o'tgan sarguzashtlarni aytib, xotinim Kashmirda qolgan edi. Shu ojizani ilib yurtimga ketay deyman, biroq qo'limda tangining sunuqi yo'q, qachon yurtimga bora oladiganligimni uqmayman dedim. U hoji menga qarab, yuragi ezildi bo'lg'ay. "Har kuni kelsizlar, non, yemaklik beray. Ketgucha cho'qim men bilan ko'rishib ketsizlar. Mening bu yerda qerindishim yo'q. Xudolik uchun sizlarga yordam qilay" dedi. Biz yo'lga chiqish oldida u ishtidimning lepiziga bir mo'nak narsani tikib berdi. Hojiga nima deb rahmat aytishimni bilolmadim. U men bilan quchoqlashib, ko'z yosh qilib turib xo'shlashdi. Hamon bir kuni vataniga qaytadiganligini aytdi. Kishilar bu dunyoda jafo tortsa, u dunyoda jannatga kiradi deydi ekan. Men o'ylab qoldim. Bizning jannatimiz o'z vatanimizda, xotirjam yashagan makonimizda ekan. Keyingi yillarda yana shu tonishlar bilan yugurib yurib jon saqlab Pokistonga keldik. U yerdami ish o'qat qildik. Qo'shkezak o'g'illarimiz kichigidan tortib diniy darsni, urdu tilini o'rgandi. 18 yosh kirganda bo'y tortib shundoq chiroyli, bastik yigit bo'lib yetishdi. Ularga qarab shundoq suyundik. Yurtga ketaylik desak, ular "Sizlar yurtga berib turinglar. Biz qachon yo'l tepib jon boqqadak bo'lganda ondan oldinglarga boramiz" dedi. Men "Jinim bolarim, qiynalib qolsizlar. Nima bo'lsa yurtni ko'raylik" desam, ular "Biz qanchalik jafoda cho'ng bo'ldik. Sizlar qanchalik mushkulchilik tortdinglar. Shunga ikkimiz tijorat qilib, boy bo'lganda sizlarni yo'qlab boramiz. Bizdan xotirjam bo'linglar" deb qolgan edi. Mana endi ular pul tepibdi. Yaqinda bu yerga kelmoqchi bo'lib atdi. "Bek yaxshi bo'pti. Tortgan jafoyinglarga tushliq, o'g'linglarning rohatini ko'rdigan kuninglar ketdi" dedi. Ular tushma tushdi. Ular shu tariqada mungdashib o'ltirib, tan kechi bo'lib ketganini to'ymay qilishdi. Hech qaysining ko'zida uyqu didori yo'q. Biri to'xtasa, biri so'zlab, biri yig'lasa, biri tasalli berib, tongni atqizdi.
Tursunay Yunus'ning Vatan Söygüsü nomli romanini bugun mush yergacha o'qib beray. Davomini kelar qitim anglag'aysiz. Allohga emanet.